Oyligi zo'r. Kelaverasizlar, oylik to'lovlar 400 ming, 500 ming tushgan. Oldingi videolar bilan bemalol solishtirib ko'rishlaringiz mumkin. Goldtex'da mana buni yangilik desa bo'ladi. Buni ko'pchilik kutgan yangilik bu. Chunki faqat tanadan tushirasanmi, oylik to'lovni tushir qo'lingdan kelsa deb ko'pchilik yozardi-da. Ana oylik to'lov 2 million 900 ming. To'g'ri. 3,5 million, 3,5 million, 3,600 ming oylik chiqar edi. Endi tushunib yetyapman. Mana shu Cobalt'imizni qarang-da, yonib turishini. 2020-yil mashinamiz. Xo'p. 1,5 ming dollar boshlang'ich to'lov, 3,5 million oylik. 1,5 ming dollar. Yili necha uni? 20 mexanika. 20 mexanika. Nimani hisobiga oylik to'lov tushdi aka? Endi bank foiz tushdi. 27 ga 9 urardi. Hozir 24% bo'ldi. 27.9 da 24% ga tushdi. Gadovoy aylanmasi 16%, 15% bo'lyapti. 100 million bankdan qarz bo'lsa, yiliga 15 million, 16 million qo'shib beradi. Bunachilarni Pul ziyom qattiqroq savdo qiladi. Katta odam ekansiz dedi. Mendan bitta bonus, buni boshlang'ich to'lovsiz xarajatini ham qilishmaydi. 0 so'm bilan. 0 bilan kelib olib ketishingiz. 1 so'msiz. 1 so'msiz. Nexia 3. Bu oylik to'lovga urib o'rmaysizmi? Yo'q, oylik to'lov o'sha. O'sha. Aytganim Prosta bonus. Oylik to'lovi ko'p bunaqa 6 million boyda chiqmaydi. Qancha? Buniki 3 yilga 3 million 700 ming chiqadi. Mana buni bonusiz bo'ladi. Balon bor mana. Rasxod qilmaydi bo'lgandan. Rasxodi yo'q, faqat kirasi 18. ko'proq. 18. A bir 200 dollar qo'shib bering kelganga yarasha. Ha bo'ldi. Choy Bitta bonusi bor sizga degandim. Qarich boshlang'ich to'lovsiz. Bosh to'lovsiz. Faqat hujjatlarga pul olib bo'ldi. Nomer, notarius, zapret o'sha pullar olib bo'ldi. Boshlang'ich to'lovsiz. Oyligi o'zgarmaydi, shu oylik. 4 million 700 ming oylik chiqadi 4 yilga. Bosh to'lovsiz. 2021 avtomat korobka, metan gazlari bor. Mashinamiz tayyor. 120 ming probek. Xo'p, bunda arqa eshikda pitnos yapilgan joyi bor. Endi krassalarni bari aytishimiz kerak. Kichkina mashina emas ular. Xo'p, buni ham shu 1000 dollar qo'yib beramiz. 1000 dollar. 1000 dollar bersin bo'ladi. Yanada 100 dollar, 200 dollar qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Yordam kamaytiraylik shunaga. Bo'ldi, mana 100 so'm o'tib beraman, 900 dollar qilib beraman. 900 dollar. Buni oylik keladigan bo'lsa qarang, 5 million 300 ming chiqar edi. Yo'q. Hozir 4 million 400 ming olib chiqyapti. Cobalt narxi bilan pastda. 4 million 400 ming so'm olib chiqyapti hozir. Ular 3 million 450 ming, 3 million 500 ming oylik hisoblanadi. 1300 dollar boshlang'ich to'lov. 4 million 100 minggacha chiqardi oldindan. Oylik to'lov necha pul bo'lishidan? 1,5 ming chiqar, shu 1300 ga qilib beramiz. 1300 dan berasiz. 2020 avtomat korobka. Metan gazlari bor. Tayyor. Pul bilan olsa bo'ladi. Tanlab. Damazlarni 1000 dollar, 1200 dollar shunaqa boshlang'ich to'lov bo'ladi damazlarga. Oyliklar lekin arzon. 2 million. Oylangiz 2 million 300 ming, 2,5 million oylik chiqadi damazlarga. Damaslaga. 22laringizni ham qarang, 2 million 600 ming, 2 million oylik chiqadi. Boshlang'ich to'lov 1000 dollar, 1200 dollar. Tasini to'shni hisoblab beringchi bo'lsa. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz kuzatuvchilar. Bugun mana 20-aprel Sergeli avtomobil bozorida biz 2 haftadan beri Goldtux avtokreditdan ko'pchilik kommentariyada yozishdi. Yangi video qachon chiqadi deb, mana bugun sizlarga yangi videorolik tayyorladik. Ayrim bir sabablarga ko'ra o'tgan hafta videomiz chiqmay qoldi, videoga ola olmay qoldik. Bu hafta nasib etsa sizlarga bo'lib turgan yangiliklar, yangi mashinalar, yangi narx-navolar, bo'layotgan yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Albatta kanalimizga yangilar obuna bo'linglar, bizani kuzatayotganlar podpiska bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Akalarimiz yetib kelishgan, bugungi bonuslarimiz tayyor sizlar uchun. Xullas, yangi videoni boshlash uchun mana Goldtux avtokreditda bugun Samandar aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bahodir aka, assalomu alaykum. Sanjar aka, Assalomu alaykum. Ig'anisher uz, assalomu alaykum. Birgalikda videoni boshlaymiz. Akalar, mana bir boshdan sekin-sekin gapiraverasizlar. Avvalambor hammalaringga assalomu alaykum. Ushlab qo'yamiz. Goldtux kuzatuvchi obunachilarimiz, bizlarda har doimgidek yaxshi kayfiyatda xudo xolasa bugun syomkamizni boshlayapmiz. Syomkamizni kattalardan deganda birinchi akamiz o'zi mana birinchi bugun qattiq ahd bilan turgan ekan Bahodir akamiz. Bahodir aka? Ha, Bahodir akam. Bugun men buzib tashlayman deyapti, hamma taraf deyapti. Yo'q. Ha, bugun faqat ko'rasizlar deyapti, bombani zo'ri bo'ladi deyapti. Bonusni zo'ri. Bonusi portlataman deyapti. Xo'p, Qani endi hozir buni gapda emas, amalda ko'rish kerak-ku. isboti bilan. Isboti bilan xudo xolasa mana boshlaylik. Bahodir aka, qayerdan boshlaymiz? Jentradanmi, nimadan boshlab berasiz aka, ayting. Assalomu Assalomu alaykum. Mikrofonni bering. Obunachilarimiz
o'tgan safar video chiqara olmadik Rashidjon. O'tgan yakshanba. O'tgan yakshanba chiqara olmadik. Mana o'shani qilgan narxnomamizga mana ko'proq bonus qo'yamiz bugun. Har doimgidan ko'proq bizda bonus tugamaydi, bilasiz. Harakatdamiz, elimiz, yurtimiz uchun oyliklarni ham kamroq chiqarib, bonuslar qo'yib beramiz. Samon sizda nima ha? Assalomu alaykum aziz Goldlux obunachilari. Mana bugun nasib bo'lsa boshladik. Bonusimizni mana bugungi manzilimizni yana boshdan tushuntirib o'tib ketamiz. Har doimgidek boshlang'ich bozorda Gilano darvozasi ko'rib turganlaringdek, shu yerga kelganda katta navis tagida joyimiz. O'sha joyimiz. Bugun xudo xolasa bonuslar zo'ri bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, bonuslar zo'ri, yana yangilik, oylik to'lovlari ham narxlari tushib ketdi. Oylik to'lovlar. Ha, avvalgi hisob kitoblarimizdan 300 ming, 400 ming oylik to'lov tushdi. Aha. Boshlang'ich to'lovlari o'sha. Deyarli bonuslarimiz bor. Qo'yib beramiz, ko'rsatamiz hammasini. Kelinglar azizlar. Ko'ringlar mana shu yerda Goldluxda hozir yana Bahodir akam yana hamshagidek o'zi boshliq shu yerdan boshlab beradi aka. Hisob kitoblarni, savol javoblarimiz bo'lsa, Rashidjon bemalol Bahodir akam bilan gaplashib, hisob kitobni chiqarib, mana o'zim bor, qolaversa mana Sanjar do'stim bor. Hammasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Narx-navoda nima gap aka? Narx-navolar yaxshi. Oylik to'lovlarimiz haqiqatan Samad aytgandek tushgan 300 ming, 400 ming, 500 ming oyliklarimiz kamaygan. Tushdi. Elimizga yaxshi bo'ldi. Boshlang'ich to'lovda ham qo'ldan kelgancha mana harakatdamiz, arzon chiqarib beramiz. Xo'p. Bo'lmagan qulayliklar bo'ladi deb umid qilamiz. Ha, bor. Qulayliklar bor. Bor. Qani boshladingmi bo'lmasa aka? Ha, boshladik. Nimadan boshlaysiz? Farqi yo'q. Gentrallarmi, Nexteuchlarmi? Xo'sh. Boshlayveramiz, Rashidjon. Davay. Gentradan bo'lsa Gentradan. Keling. Qanaqa gentralar bor bugun? Gentrallarimiz ko'p. Xo'sh. Hammasi qator gentrlar. Avtomat korobka, mexanik korobka. Aha. Kimga qanaqa mashinalar kerak bo'lsa, hammasidan bor. Oqidan, qorasidan, har biridan bor. Xo'p, nimadan boshlaymiz? Mana gentramiz 2023-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka, metan gazlari bor. Nima deysiz? Bezluk, avtomat korobka bezluk. Xo'p, metan gazlari 12 ming yurgan mashinamiz, yurgani. 12 ming yurgan. ABS, konditsioner, full pozitsiya, hamma narsasi bor. Bitta luk yo'q. Necha dedingiz yil? 2023-yil. 23. Ha, bez. Yurganlari kam 12 ming yurgan. Xo'sh. Xo'p, buni 1300 dollarga chiqarib beramiz boshlang'ich to'lovni. Avtomat luksizmi bu? Bezluk. Bezluk avtomat. 1300 dollar boshlang'ich to'lov. Kraska qanday aka? Kraskalari bor. Bitta eshigida bor kraskasi. Mana eshigida bor. Eshigida bor kraskasi. Samandar 1300 dollar boshlang'ich to'lov. 300 boshlang'ich to'lov. Aha. Oylik to'lovchi. Hozir oyliklarni solib beraman. Avtomat faqat luksiz. Luksiz varianti. Xo'p. Bezluk. Xo'p, boshlang'ich to'lov 1300 dollar. Oyligi 5 million 150 ming so'm oylik chiqadi. 5 yilga. 5 million 800 dan chiqardi. Oldin 5 million 800 ming 900 ming chiqardi, mana 700 ming 800 ming oylik kamaydi. Bitta mashinaga 700 ming razza. 5 million 150 ming 5 yilga. 5 yilga. 23 avtomat korobka. Tushunarli. Xo'p. Xo'sh, tan narxi qancha aka buni? Tan narxi 12300. 12300 ga aylanadi. 12300 dollar tan narxi. Xohlasa naqdga, xohlasa bank farqi yo'q. Farqi yo'q, gaplashaveramiz. Tushunarli. Bozordan qimmat emas. Savdosi bo'ladi yana. Savdosi bo'ladi. Yana ustida gaplashamiz. 100 so'm 50 so'm yetmay qolganlarga yordam qilamiz qo'ldan kelgancha. Yetmay qolsa kelaversin. Kelaversin. Dalshi. Xo'p. 2020-yil ishlab chiqarilgan Mexanika, avtomat. avtomat korobka, luklari bor. 22. Metan 2020-yil. Metan gazlari bor, luklari bor. Tayyor mashinamiz. Xo'p, 1200 dollar boshlang'ich to'lov. 1200. 4 million 450 ming oylik chiqyapti. 4 million 450 ming. Xo'p. Endi ko'pchilik hozir 5 yillikka olishyapti. 3 yil, 4 yil, 5 yilda boshlang'ich to'lov bir xil. Shuning uchun ko'proq 5 yillikka olishyapti-da. Xolasin 1 yilda olsin, xolasin 2 yilda olsin. Tezroq olsa bo'laveradi. Mashinaning tani o'zgarmaydi. Faqat 4 yilga, 5 yilga bo'lib beriladi. 4 million 450 ming oylik. 20-yil avtomat. Probeg kraskasini aytmadingiz? Xo'p, kraskasi bitta kirloni uchida petno bor. Bitta mana shu kirlon uchida petno bor. Bir qarich joyda petnosi bor. Bo'ldi. Boshqa 120 ming yurgan mashina. 120 yurgan. Gazi Probegi bormi? o'zi halol probegi. Metan gazi bor, 120 ming yurgan. Yumshoq balonlari bor, 20 avtomat korobka. Xullas, gentrlarimiz 1200 dollar, 1300 dollar, 1000 dollar boshlang'ich to'lab chiqaveradi. Mexanika. Bu mexanika. Xo'p,
Kimlargadir mexanik olib kelib Gentra kerak bo'lsa, Hop. hop 2022-yilda ishlab chiqarilgan. 22. Hop 2022-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Eshitib yurgan Propan gazlari bor. Probeglari 60 ming shunaqa yurgan. 60 ming yurgan. Kraskachi. Hop, oyliklarni hisoblab beraman. Fitnosi bor. Mashinaning suyaklari ham yo'q. Juda yaxshi holatda, hadovoy balonlari. Tan narxi qancha aka, Samandar aka? Buni shan narxi hozir baholarga hisoblab aytib oling. 60 pulga kelishtiriladi. Kelishtirib beriladi. Tan narxi 11 mingga to'layapti. 22, 50 ming yurgan mashinamiz 11 ming tan narxi. 11 ming taniga to'g'ri keladi. Hop, oyliklari keladigan bo'lsak, 4 million 490 ming chiqadi. 4 million 490 mingdan 22 mexanika Gentra. Bosh to'lov 1200 1200 dollar qilib beramiz boshlanish to'lovi. 1200 dollar bosh to'lov bilan mexanika Gentra ham ketadi. Kimlargadir mexanika kerak? 4 million 850, 900 gacha oylik to'lov Shunaqa chiqardi. chiqardi. 300 ming kamayib ketdi oylik. 400 ming rangiza beryapti hozir. Bemalol kimgadir 400 ming 500 ming ham pul uchun olaman, ko'zim yetadi deganlarga bemalol kelishsin qilib beramiz, rasmcha. Qilib beramiz. Ha, hammasini Tushunarli. qilib beramiz. Xo'p, Ko'rsamiz yana Gentra nimaga o'tamiz? Cobaltni nima ko'rsamiz yana? Har xil mashinalarimiz bor. Yiliga qarab chiqaveradi. Vaqtimiz kam qoldi. Gentrani aka kamida necha pul bilan necha pulgacha olsa bo'ladi? Kelaversin 1000 dollardan 1,5 ming dollargacha pul Mingga ham olsa bo'ladi aka. Ha, 1000 ham bor. 1000 dollarga ham bormi Gentrasi? Bor, 1000 dollarga ham 1,5 bor. ming dollargacha Gentralarimiz bor. Kelsin, xudo xohlasa. Sizga aytilmagan bonuslarimiz ham bor, Rashton hali. Davay bo'lmasa boshqa. Ha. Videomizda o'zi 1,5 mingdan oshmagandi. Shunaqa. Bizda yo'q unaqa 2 mingdan unaqa qimmat mashinalar yo'q bizda. Hattolar 1,5 ming bizda. Kimgadir mexanik kerak, kimgadir avtomat kerak mashina. Xo'p. 19 yili. Mana 2019 ishlab chiqarilgan mashinamiz, metan gazlari bor. Holati ideal holatda. Bitta kirlosi, petnosi bor buni. Avtomat korobka lyuklari bor. ABS, konditsioner hamma narsasi bor. 1000 dollarga qilib beramiz, Rashton. 1000 dollar. 1000 dollar boshlanish to'lov. Hamma rasxod ishlaydi. Hamma rasxod ichida 12 ta viloyatga. Xo'p. 1000 dollarga qilib beramiz. Oylik to'lov Oyliga chiqib ketadi. hop 4 million 700 ming, 800 ming 4 yilga chiqadi. 4 yilga 4 million 700 ming, 750 ming chiqadi. 4 yilga. 4 yilga 1000 dollar boshlanish to'lov. Tushunarli. Holat qanday ekan mashina? Holati ideal, yurib turgan mashina. Kraska, Metan gazlari probeg. bor. Bitta kirlosi petno bor. Probegi 160 ming. 160 ming yurgan. Rasxodi yo'q emas. Rasxodi yo'q, xudo xolasa. Faqat yuradigan, haydaydigan mashina, tayyor mashina. 19 avtomat. Hujjat ishlari qancha vaqtda hal bo'ladi? Qancha vaqtda haydab olib chiqib ketadi? Bir kunda qilib beramiz. Bir kunda o'zida hal bo'ladi. Mabodo, masalan, endi ba'zalar ishlamay qolib, svetlar o'chib, bu bo'ladigan bo'lsa, gaz sisalarni qilib beramiz. Masalan, Bir kundan kechikib qolsa, gaz sisa pullarini to'lab beramiz. Yotoq joyini ta'minlaymiz. Ha, imkon qadar bir kunda chiqarib beryapmiz. Tushunarli. Kelaverasizlar, mana Gentralar. Endi mana bu tarafga o'tamiz, Rasjon. G'anisher. Bu yoqqa kelingizlar. Bu yoqdan endi bonuslarni aslida yana boshlaymiz. Hali davom etadi bonuslarimiz. Ha, bizda mashinalarimiz ko'p. Bu Gentrachi aka? Bu Gentramiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. 51 ming probegda. Metan gazi bor. Amerikanka Optra, Chexol, Polik hamma narsasi bor mashina. Nechta yurgan aka bu? Bu 51 ming yurgan. O'zining halol probegi. Kraskasichi? Kraska, xo'p. Bu tarafida bor edi. İşte bolding tepasida bor. Mana bu yerda bor kraska. Faqat eshigida. Mana shu tarafda kraska bor. Eshigida? Sepilgan, ha. Boshi joyi toza. Necha pul bu Old aka? arqa butun. Qanchaga Xo'p. berasiz? Buni ham qimmat qo'ymaymiz, Rashton. 1300 dan chiqarib beramiz buni. 1300 dollar. 1300 dollar. 5 million 200 ming oylik chiqadi. 5 yilga. Bular 5 million 900 ming chiqaradi oylik. Yili nechi dedingiz? 22 avtomat. 22 Luklari bor buni. Metan gaz tayyor mashina. Tayyor. Xo'p, 5 million 200 ming oylik chiqyapti oyligi. 1300 dollar boshlanish to'lov. 1300 bosh to'lov. Hamma rasxod bo'lib ketadi. Hamma narsa ichida. Kelishtirmaysizmi? o'tsa bo'ladimi? Kelaversin, yuzsim elashsin, qo'ldan kelgancha o'tib beramiz, kelishtirib beramiz. Kelishtirib berasiz. Hech kimda xafa qilib jo'natganimiz yo'q. Hech kim Tushunarli. xursand ketgan. Puliga yarasha mashina qilib beramiz, boshlanish to'lovsiz ham qilib beramiz. Bosh to'lovsiz ham bo'ladi. Bosh to'lovsiz ham bor. Nech pul desa kelaversin. Viber ko'p kelsa. Ha, Viber ko'p, bizda mashina ko'p, tugamaydi. Mashina ko'p. Kobaltchi aka.
Cobalt 2022-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari toza. 60 ming probekda. Xo'sh. 1200 dollar bo'lgan qilib beramiz. 1,5 ming, 1800 aytmaymiz, 1200 dollarga ishlari bitadi. 22 yili. 22 yili. 4 million 250 ming oylik chiqadi. 22 yili 4 million 200. 4 million 900 ming chiqar edi. 4 million 900 chiqadi. 4 million 230 ming oylik chiqadi. Ancha tushibdi oylik to'lov bo'lmasa. Oylik zo'r. Ancha-muncha tushgan. Mana Nexia uchimiz bor ekan. 2019-yilda ishlab chiqarilgan. 170 ming yurgan mashinamiz. Metan gazlari bor, 4 ta masla baloni bor. Chexol, polik, pult, nima kerak bo'lsa bor, ortlari bor. Tayyor turibdi. Tayyor. Mesrullar. Mashinamiz tayyor. Yaxshi mashina. Necha pul bu aka? Metan gaz 3-pokoleniya. Rashon 800 dollarga qilib beramiz buni. Nexia uchun 800 dollarga. 800 dollar olsa yetadi. Hamma dokument bo'ladi. Hamma hujjat ichida. 12 ta viloyatga ketaveradimi? Lekin hozir 12 ta viloyat deb gapiramiz, Andijonga bermayapti lekin. Andijonga bermayapti. Andijonga, Vodiyga bermayapti, faqat 20% boshlanish to'lasa. Masalan, hozir 800 chiqayotgan bo'lsa, 1,5 minglarga to'g'ri keladi shu. Faqat oylik kam chiqadi. O'tgan safar ham Rashon bitta mashinamiz salondan sotildi. Ana salondan sotdik. Andijon viloyat. Propiskasi Andijonida. Ular kelishdida, men to'lov qilaman dedik. Boshlang'ich shunaqa 20% to'lov qilasiz. Kelishyapti. Oylik to'lov juda arzon chiqadi, azizlar. 2021-yil mexanikani sotdik. 4 milliondan oylik to'lov chiqdi 3 yilga. 20% boshlang'ich. Ha. Bosh to'lovi ham qancha? 20% kishi 2300, 2200 shunaqa bo'ladi. 2000 dollar atrofi. 2000gacha ko'p borsa. Shunaqa. Shunaqa. Azizlar keringlar. Ko'p bersa o'zlariga yaxshi misolda. Masalan, xaridorni o'ziga oylik kamroq chiqadi, ertaga qiynalmaydi. Qanchalik boshqa ko'proq bersa. Oylik to'lov ham shunga qarab. Ha, kanishli kamayadi. Masalan, bu 4 million. Hozir qarang, bu 800 dollar chiqadigan bo'lsa, 4 yilga 3 million 300 ming oylik chiqadi. 3 million 300. Spokon to'lasa bo'lsa, bemalol kuchaytirib to'layoladi-da. 3 million 300 ming chiqadi 4 yilga. Ha, bunga 20% beradigan bo'lsa, 2 million 700 ming, 2 million 800 ming oylik chiqadi. Qiynab qo'ymaydi unaqa. O'ziga yaxshi. Shunaqa Vodiynikini shu 20% qilib qo'ydi banklar. Shunaqa Rashon. Vodiy ahliga shunaqa. Ha. 20% to'lov bilan. 20% boshlanish to'lov. Bu Nexia 3chi? Nexia 3larimiz 2019 avtomat korobka. Xo'p. Xo'p. Buni ham endi qimmat qo'ya olmaymiz. 1000 dollarga chiqarib beramiz buni. 1000 dollarga. 1000 dollar olib kelishsa yetadi. 19 avtomat. 19 avtomat. Xo'p, 4 yilga 3 million 550 ming chiqar ekan oylik. Probek kraskasi qanday aka? Xo'p, kraska mana bu krosda bor, petnos sepilgan mana bunga. Aha. Kraskasi bor. Shu uchida bor. Metan gazi bor. Yaxshimi? Tayyor mashina, toza mashina. 1000 dollar olib kelishsa yetadi. 1000 dollar. 3,5 million, 3 million 550 ming 4 yilga chiqadi oylik. 4 yillik ha? 19 da 4 yilcha 5 yillik bo'lmaydi, 4 yilga chiqadi uzoq. Tan narxi qanchadan tushadi shunda aka buni? Tan narxi xo'p 7000 atrofida, 7100, 150 shunaqa narxda keladi. Qimmat emas. Xohlasin naqdga olishsin. Naqdga ham ko'rsa bo'ladi. Naqdga ko'rsak bo'ladi. Xo'p. Kobotlar. Mana mexanik kobotlarimiz bor. Kimgadir mexanika remont ketyapti uchun bu yoqda kamroq mashina hozir. Kamroq mashina qo'ydik. Mana hozir asfalt qilishdi. Asfalt qilishdi oyoq tagini. Qarang, endi mashinalarni to'ldiramiz. Mana bularni kraska qilish kerak ekan, shu uchun. Mashina ko'p qo'yishmagan hozir. Rashon Margidesda ham o'zi. Nariyoqda ham mashina bor, ha? Bor. Hozir ularni ko'rsatib o'tamiz. Hozir shu bozorimizda remont bo'lganligi uchun shu kraska qilishgani uchun mashinalarni kam qo'ydik bu yoqqa. Bu yoqda ko'p mashina. Xudo xolasa ertaga bu yoqqa yana mashina taxlaymiz. U yoqda ham mashinalarimiz bo'ladi. Bizda obshe bir 150-200 taga yaqin mashinamiz bor. Salonda ham bor. Salonda ham bor. Hozir salonni ham obzorini chiqaramiz. Xo'p, keyingi mashinamiz-chi? keyingi mashinamiz kimgadir mexanika, kimgadir avtomat korobka mashinalarimiz kerak. Mana 2020-yilda ishlab chiqarilgan 130 ming o'zini halol probegi. Avtomat. Metan gazlari bor. Xo'p. 1000 dollar olib kelsa yetadi unga. 20 avtomatga 1000 dollar. 1000 dollar boshlanish to'lov. Oyligi 5 yilga 4 million so'm chiqadi. 5 yilga 4 million so'mdan. Yaxshi bu qopda ancha. 4,5 million chiqardi. 4,5 million. 4 million so'm chiqadi. Endi 20 ming, 30 ming so'm plyus minus hisoblanglar. Nimani hisobiga oylik to'lov tushdi aka? Endi bank foiz tushdi. 27.9 urardi. Hozir 24% bo'ldi. 27.9 da 24% ga tushdi. Gadovoy aylanmasi 16%, 15% bo'lyapti. 100 million bankdan qarz bo'lsa, yiliga 15 million, 16 million qo'shib beradi. 100 millioniga.
Otsenka. 4 million oylik, Demak, 1000 dollar foiz- boshlanish to'lov. 1000 dollar bosh to'lov. To'lasa bo'ladi, avtomat Demak, ko'ribga. 20-yil avtomat 20-yil. to'g'ri bemalol 1000 dollar bilan olib ketsa, Shunaqa, 4 milliondan 5 yil to'laydi. shunaqa. Yaxshi. Metani bor, tayyor mashina. Kimgadir masalan mexanika olib kelib, nimalar kerak, kobutlarimiz kerak. Mexanika arzonroq chiqadimi aka? Mexanika kobutlarimizni boshlanish to'lovi sal qimmatroq bo'ladi, oylik arzon chiqadi. Nima uchun? Endi mexanika mashinalarimizga bank kamroq pul beradi. Kamroq pul beradi. Masalan 1000 ga emas, 1,5 ming dollar chiqadi. 4 yilga 3 million 700 ming oylik chiqadi. 4 yilga 3 million 700. 4 yil. Ha, oylik ham chiqadi. 4, 5 yil emas, 4 yil bo'ladi, 3 million 700 ming oylik. 19 mexanika. 19 mexanika, metan gaz. Metan gaz, balon, hamma navratlari bor. Mashinaga nima kerak bo'lsa. 4 yilgada bu ham. Bu 4 yilga, 5 yil emas, 4 yilga. Mana shunga 1,5 ming olib kelsin menda. Ha? Mana shumkalar qilingan. 1400 ham yetar menimcha. Bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Beramiz. 400 ga qilib berasiz. Hech kimni quruq qaytarganimiz yo'q. Mexanika 1,5 ming Cobalt. boshlanishli, bu bitta, ikkita shunaqa variantlarimiz ko'p. 3 million 700 ming oylik 4 yilga. 4 yilga 3 million 700. Qiynalishmay to'laydi. Narigi Cobaltlarchi? Ikkitachi. Qaysi Bu ko'p? ikkovichalasini ham. Bu ham 19, bu ham xuddi shunaqa chiqadi. Bu ham 1,5 ming. 1,5 ming boshlanish to'lov, 3 million 700 ming oylik. Probeg kraskalarni aytmay Probega qarang. Probega 119 150 ming, 160 ming yurgan mashinalar. Bunaqa 300 ming 400, 150 ming, 180 ming, endi o'zi halol probega. Bori shu endi. Kraskasi. Kraska bitta yarimta chaqa-chuqa joyi bor. Bu 25 emas, 19-yil mashina. Bitta eshigida petno, bitta kilos petno bor. Bunaqa old arqa butun, strashni bir udari yo'q mashina. Strashni joyi yo'q. Yo'q, yo'q. Ko'rib, biz ham sotib olamiz, ko'rib olamiz. Sizlar ham ko'rib olavering. Bu Cobaltchi? Bu Cobaltimiz 2024. 24. Avtomat. 2024 16 ming yurgan mashinamiz. Yangi mashina 2024. Rashchon buni 1600 dollarga chiqaramiz. 1600. 1600. Ha, 1,5 ming olsa ham yetadi. 1400. 1,5 ming olsa ham yetadi. Kriloda kraska bor ekan-a. Bitta kiloda bor mana Endi shunda. faqat Rashchonmi, G'anisherga yo'qmi? G'anisherga alohida bosibdi hali men. Rashdan gaplashib olay, keyin G'anisher bilan gaplashaman. Bitta-bittami? Bitta gaplashamiz. Depar Rashchon. Qancha? 1400? 1400 boshlanish to'lov, 4 million 600 ming oylik chiqadi. G'anisher 1300 desa ham berasizmi? G'anisherga sovg'am bor o'zimda. Alohidan. Alohida sovg'am bor G'anisherga. Shuni o'zini bir necha Mana aka, mana shunaqa narsa 24 yaxshi mashina. Oylik to'lov necha puldan ketadi? 4 million 600 ming oylik chiqadi. Tani qancha aka o'zi buni? Tani 11600. 11600. Yaxshimi? 2024 bu. Yana 100-200 o'tasizmi? Kelsa? Kelaversin, klinik har Qanaqa doim. o'tasizku baribir? Obunachilaringiz kelaversin. Qo'ldan kelgancha. Kelishtirib. Hech kimni quruq qaytarganimiz yo'q. Puliga olgan mashina ketdi. Aytamanki 200 dollar pul bilan kelsa ham mashina qilib beramiz. 200 dollarga nima mashina qilib berasiz? Bor. 200 dollarga ham bor. Ha, bor. Bepul Faqat kelsa-chi? endi yo'q. Bepul kelsa qilib beramiz, sal oyligi balandroq chiqib qoladi. Ha. Xo'p. G'anisher, qani G'anisher? Mana bitta bonus bor G'anisherga ukamga. Oho. Mana. Bitta mana qarang. Kalt qayerda ekan buni, Jamshid? 2019 ishlab chiqarilgan. Metan gazlari bor. 19. Mashina tayyor, yaxshi mashina, ideal. Faqat G'anisherjon. G'anisherga sovg'a bitta, G'anisher G'anisherga. shuna bizdan obunachilar uchunmi? Emasmi? Kim kelersiz mayli. Bizdan ishlaymiz. Endi raqobat boshlandi. Qara, metanga qarang, chexol, polik, bar. Tamamda 19. 2019-yil. Buyog'i kim keldi? Ochdik. Ha, Gazi uyog'ini bormi? prosta ochib qo'yinglar, gazi bor. Prosta. Malibu bor, ehe. Bu propan metanmi? Propanmi deyman, propan aka. Shuni bir ko'rsatamiz-da. Mayda-chuyda. Propani bor. Boshlamayman. Boshlangan? 2019 yil ishlab chiqarilgan. Boshlangan. Ishlarni ko'rsatdingiz. Qarang, gaz, propan gazda ekan mashinamiz. G'anisherjon, bitta bonusi bor sizga degandim. Qarich boshlanish to'lovsiz. Ha, bosh to'lovsiz. Bosh to'lovsiz. Faqat hujjatlarga pul olib kelsin bo'ldi. Nomer, notarius, zapret o'sha pullar olib kelsin bo'ldi. Boshlanish to'lovsiz. Oyligi o'zgarmaydi, shu oylik. 4 million 700 ming oylik chiqadi 4 yilga. Bosh to'lovsiz, Bosh to'lovsiz. 400 300 deb aytganingizni ham tushirardik. Ammo yo'q, tushiradigan narsani o'zi yo'q ekan. Bosh to'lovsiz. Hujjatiga pul olib kelsin bo'ldi. Hujjatga necha pul olib kelsin? Toshkent
shaharga 550 dollar, Toshkent viloyatiga 600 dollar, boshqa viloyatlarga 650 dollar. Yili nechidasiz buni? 2019-yil. 19 beryapsiz bosh turasiz. Dehqonchilik-ku. Pasayib ketibsiz. Shumkasi bor ekan. Hammasiga o'zimizni nimamiz O'zini bilmaydi. bannerlarimiz bor. Gold Lux deb nima qilgan? Kelib bu tarafdan ham bu tarafga xohlagan mashinalar ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Keyin chiqqan Bahodir aka. Sanjar aka mashina. Bu yerda mashinamiz bor mana. Nimalar bo'lgan? Bu yerda mana shu Baho aka. Mana. Bitta mana bitta boshlab bering. Kobeltlarni bitta boshlab bering. Mana bu Cobalt. Sparklar ham. Ha? Bu Spark ham. Nimani? Endi obunachilarimiz Bu yerdan boshlaylik, men Bardovidan boshlayman. Spark bor ekan. Spark hozir. Bahodir aka. Sparklarimizni ham solib beramiz. Mana bu Bardov Cobaltimiz 2021-yil ishlab chiqarilgan. 2021. 2021 ishlab chiqarilgan mashinamiz. Bu endi bu ko'proq Bardov svetda ayollar haydaydi. O'zingiz bilasiz, endi bir xil erkaklar ham haydaydi, endi ko'proq ayollar demoqchiman. Bu mashinamiz ayollarimiz uchun. Oyligi bonus. Oyligi. Oylik to'lov bonus sizga. Ayollarimiz uchun bu mashinamiz kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Mashinani endi Bahodir akamiz aytadilar, mana bosh to'lovini, oylik to'lovini juda arzon. Buni Ravshon qarang 1,5 ming dollarga buni ham chiqarib beramiz. Boshlang'ich to'lov 1,5 dollar. 5 yilga 3,5 million oylik. Mana aka. 3 million 500 mingdan. Oldin shu Nexus ishlab Sparklarda oyligida. Shunaqa. 3,5 million so'm Cobaltga. Sparkka shuncha to'lanardi. Oldin shunaqa Sparklarga shunaqa chiqardi. Nexus ishlaymiz 4 million. 3,5 million so'm oylik. 3,5 million so'm. Bosh to'lov 1,5 ming. 1,5 ming dollar boshlang'ich to'lov. Kuniga 115 ming, 120 ming. 100 ming shunaqa tushar ekanda. Aka, kam yo'qmi 1,5 mingdan? $1000 Rashton biron marta sizni qo'lingizga qaytarmaganmiz aka. Qaytarmangchi so'ra. O'sha xaridorlarimiz kelishsin. 1300 bilan pul keladimi, 1400 bilan keladimi qilib beramiz. $1000 bilan. Ya endi 1000 dollar ja endi oylik yaxshi chiqyapti-ku buni. Mayli, 1100 bilan. Bo'ldi 1200 qilib beramiz. 1100 bilan. Ya 1100 sal qiyin qoladi. 50 qo'shasiz. Gapirgandan keyin sal javob berish kerak bular. 150 bo'ldimi aka? 1300 ga tushib ketdimi? Ha, bu 1200 ga zo'r narx. 1150 bo'lsa Oylik oldin qarang 4 ming oylik chiqardi. 5 ming so'm oylik tushirib beryapmiz. G'ani Sherjon $50 bo'ldi. Bo'ldi, gap yo'q. Tushdik. Gap yo'q. Kelaverasizlar. Sparklarimiz. Lekin bo'lib ketdi lekin. G'ani Sherda bugun G'ani Sher qoldi lekin. Bitta boshlab berdim, G'ani Sherga bosyapti lekin. Sparklarimiz. Qani mexanik korobka. Xo'p. Bularni mayli 1,5 mingdan chiqarib beraylik, oylikni arzon chiqarib beramiz. Nimaga bosh to'lov qimmatroq Sparklarga? Cobaltdan ham qimmat ketadi. Yo'q, 1,5 dollar. Endi buni ham hozir bank sal kam pul beryapti, boshlang'ich sal ko'taradi, lekin oylik kam chiqadi. Oylik kam. Qarang, 1,5 ming dollar boshlang'ich to'lov, 2 million 900 ming oylik. 2900. Damas oyligi. 2 million 900 dan necha yil? 900 ming, 4 yilga. 1,5 bo'lgan bu 1,5 emas, 1,5 ming to'g'ri Gentrem oladi bizdan. 1,5 mingga Cobaltdan bor. Oylik to'lov. Gentrem 1,5 ming chiqqan Gentrem oylik to'lov 4 million 700 ming, 4 million 800 ming chiqsa buni 2 million 900 ming chiqyapti. Kamera. Zo'r, ha. To'ppa-to'g'ri bir barobar kamiga bo'lyapti. Bu hozir bir arendaga kuniga nima olib qarasa, to'g'ri 9 ming to'g'ri kelyaptimi? Kuniga 8 ming to'g'ri. 100 mingdan ham tushmaydi. 100 ming to'g'ri kelmaydi. Xolasini 3 yillik qilib olsin. 35 oyga 3 million 500 dan chiqadi oyligi. 35 oyga 3 million 500. 3,5 million chiqadi. 3 yilgami? Xolasini 3 yilga, xolasini 4 yilga. Hop. Mana bizga Gentralarimiz mana 2023-yil ishlab chiqarilgan. Qancha keldi mashina? Ha, 2023-yil ishlab chiqarilgan. 2019 avtomat korobka. Luklari bor. Yaxshi, toza mashinamiz. Kraskalari toza mashinamiz. Tozasi, ha? Buni ham qimmat qo'ymaymiz, $1000 dollar chiqarib beramiz buni. $1000 ga. $1000 boshlang'ich to'lov. 4 million 700 ming, 4 million 750 ming 4 yilga chiqadi. Ha, 4 yillik, 5 yil emas. 19 avtomat, toza mashina. $1000 $1000 bo'lsin bo'ladi. Bu mo'yka qilinmaganiga e'tibor Ha, qo'yamiz. endi joylarimiz remont bo'lyapti-ku, o'shanga remont bo'layotgan yuvib uchun. tarab chiroyli qilib beramiz keyin qizlarimizga, xaridorlarimizga. Chiroyli qilib yuvib qo'ysak o'zi bu Ha, bu chiroyli mashina bo'ladi. Toza mashinalar. 23 mexanika. 23 mexanika. Bu qanaqa chiqadi? Xo'p. Buni boshlang'ich to'lovi $1400 chiqaramiz. $1400. 23 kraska toza 80 ming yurgan mashinamiz. 80 ming probek.
Mana ishlarini ham ko'rsatsam mumkin. Barlari bor, uncha novrlari bor, mashina yaxshi Tonirovka. mashina. Hozir oyliklarni solib beraman. Endi Rashidjon Malli bu bor. changligini nimasini inobat qilmaysiz. Mana boshqa bozorimiz o'zi o'tgan qala videoga olmaganimiz sababi ham shu edi. G'anisherjon kelgan paytiga G'anisher nimaga ko'rdik? Bu taraflar bo'sh edi. Bo'sh edi. Qonni qozib tashlagan edi. Faqat shu tarafda shadow oluvdik. Qozib tashlagan edi, chang-pang yuvganimizdan bir xil nima bo'laverdi. Qozyapti yerda, asfalt to'shyapti. Shuni. Shunda Remont. turdi, ha. Shunga yuvilmay turdi. Xudo xolasa joyimiz tayyor bo'ldi, yerlar asfalt bo'ldi. Endi bu yoq mashinalar avval qanday bo'lsa, yuvilgan, toza, xudo xolasa hammasi shunaqa holat turadi inshaalloh. U kelgani bilan kimdir xarid qilsa, mashinani yuvib, tozalab, chiska qilib beramiz. Tayyorlab beramiz. Inshaalloh, ha. Salafani taqizib, chiroq jo'natamiz. Qancha aka? 2020 yangi jintiramiz. Kraskalar toza. Nechta yurgan? 4 million 700 ming chiqadi. 80 ming yurgan mashina. 80 ming yurgan. Oylik 4 million 700 ming Bosh to'lov necha pul qilib berasiz? 1400 so'm beryapman. 1400. Mesela yangi ekan deb 2000 ga aytganim yo'q. 1400 bo'ldi. 5 Yangi million 80 ming yurgan, 20 ming yangi. chiqardi avval oylik. 80 ming yurgan-ku. 80 ming yurgan oyliklari zo'r chiqyapti. Mana shular 5,5 milliondan kam chiqmasdi. 500 ming ransa, 500 mingdan ziyodroq ransa. Mashinalarimiz ko'p. Nima mashina qoldi bu yoqda ana? Bularmi Nexus 3lar? Agar meni boshlanish to'lovga pulim yo'q, oylik qancha bo'lsa to'lay olaman degan hamyurtlarimiz bo'lsa, mana 200 dollarga chiqarib beramiz. Mana 200 dollar. 200 dollar qilsin. Qancha 500 dollar qo'ydik. Bu 200 dollar bersa bo'ldi. Tushib ketdi narxi. 200 dollar. Notarisiga pul olib keladi, yana 100 dollar, 200 dollar pul olib kelsin. Faqat oylik ko'proq chiqadi. Qancha chiqadi oylik? 3 yilga 6 million chiqadi. Kimgadir misol boshiga pulim yo'q, lekin oyligiga qancha to'lay olaman degan kliplar bo'lsa, mana 200 dollar, 100 dollar olib kelsin bular, 100 dollar. 100 dollar. Notarisiga pul olib kelsin bo'ldi, o'zini nomi o'tkazsin. 100 dollar pul kelsin bo'ldi. 6 million chiqadi. 3 yil. Kimgadir to'g'ri keladi bunisi, variant bu. Pul yo'q, 100 ha. Videoda 2017 avtomat korobka. Shu mashina edimi aka? Shu mashina edi, 5 yil salon, 2017 avtomat korobka. O'tgan videomizda buni 500 dollar qo'ydim. Bu qalab Bahodir akam achchiq chiqqan deb aytsam ishomadlar. Mana ko'rlang, 400 dollar narxi sindirib yubordi. Shunaqa. O'tgan hafta ham chiqolmadik-ku. O'sha hisobiga mana qo'ldan kelganicha 200 dollarga ham mashina ketdi. 200 100 dollar, 100 dollar. 100 dollar. O'zini notarisiga pul olib kelsin bo'ldi. 100 dollar. Nomerni hammasi o'zimiz qilib beramiz. Nomerni ham qilib berasiz. Faqat oyligi shunaqa chiqadi. Kimgadir variant. Kobaltchi. Kobalt yo'qmi 100 dollarga? Ha, alohida masalan 1000 dollar alohida olsa 500 ming, 550 ming oylik kamayib ketaveradi. Tannaqdan olib ketaveradi. Nima qoldi aka bu yoqda? Damazlar ham, Mashinalarimiz ko'p. damazlar ham shu yoqdanmi aka? Damazlar bor. Kerakmi deyman. Xohlang mana Cobaltlar qarang. 2023-yil ishlab chiqarilgan, 2020-yil. Yaxshi mashinalarimiz. Probeglar kam 20 ming yurgan, 90 ming yurgan. Yaxshi mashinalarimiz. Bulardan ham qimmat qo'ymaymiz, Rashidjon. 1000 dollar olib kelsa yetadi. 1000 dollar. 1000 dollar, tamom. 1000 dollar bilan chiqarib beramiz. Endi 23 ta oyligi boshqa chiqadi, bu 20 niki boshqa chiqadi. 20 ning oylik to'lov 4 million so'm chiqadi. Bu 4 million 600 ming so'm chiqadi. 23 niki. Bosh to'lov bir xil, oylik Bosh to'lov 1000 so'mdan, ha. 20-chi yil ishlab chiqarilgan 4 million oylik chiqadi, 23 4 million 600 ming chiqadi. 4600. Bosh to'lov Ko'rib, tanlab olaversin. tushunadi. Damazlarni Kelaverasiz. pul bilan olsa bo'ladi aka. Tanlab. Damazlarni 1000 dollar, 1200 dollar shunaqa boshlang'ich to'lov bo'ladi damazlarga. Oyliklar lekin arzon. 2 million. Oylangiz 2 million, 2 million 300 ming, 2,5 million oylik chiqadi damazlarga. Damaslarga. 22laringizda ham qarang 2 million 600 ming, 2 million oylik chiqadi. Boshlang'ich to'lov 1000 dollar, 1200 Bittasini dollar. to'shni hisoblab beringchi bo'lsa. 22. Qaysi biri u? Ha. Birinchisi 22 ishlab chiqarilgan, metan gazlari bor, Aha. probeglari kam. Xo'p, 1200 dollar boshlang'ich to'lov. 2 million 600 ming oylik chiqadi. 2 million 600 ming. 2 million 600 ming oylik chiqadi. 5 yilga. 5 yilga. Kimgadir 3 yil, kimgadir 4 yil solib beramiz. Ko'plar 5 yilga olishyapti. Bosh to'lov bir xilda. Bosh to'lov bir. O'sha 1200, tamam, bosh to'lov. 1 yilga usta. Xolasin 1 yillik olsin. 1 yildan 5 yilga shartnoma bor. Ko'plar 5 yilga olishini uchun 5 yilga solib aytayapman. Qulayroq. Xolasin 1 yilga, xolasin 2 solib beraveramiz. Pastdagi telefon raqamlarini ishlab turibdi. Bemalol telefon qilib bolalarimizdan hisoblatsa bo'ladi. Hamma bolalar tushunadi. Hisobda qilib beradi. Ha. Kelaverasizlar bemalol. Yana qoldimi aka bu yerda? Mashinalarimiz ko'p. Vaqtimiz kam. Vaqt ham ko'p. 2022 ishlab chiqarilgan. 22. Kobaltmi yana? Cobalt. Endi buni aka bozordan keldik. Bitta nimaga Rashdan xafa bo'lyaptimi? G'anisherjonga bitta bonus qilib berdingiz. Rashidjon men kelib akajon
Nima bizlar endi har doim videolardek bizga Buxorodan bonus keldim. yo'qmi deb ha deyapti. Qani bir Rashtonga ko'rsataylik. keldim. Keldingiz mana ko'rsating mana shu Rashton- mashinani bonus qilib bering ko'rinishda. Rashtonga 19 dan qo'ysang xafa bo'ladi-da, 22-23 dan gapir deydi. Mana shuni qo'yib bering. Rashton bir O'zingiz bilasiz. xursand bo'lib ketsin. 22 hech Rashton, pul. hurmatingiz bor. Bu ham boshlanish to'lovsiz. Ana Hech pul boshiga. Shu boshlanish to'lovi yo'q, faqat dokumentiga pul olsin bo'ldi. Hech pul dokument. 650 dollar. Kelishtiring. Ye. Aka, ana shu nima uchun? Bo'ldi 100 dollar yana yordam manasi. Mana aka Qancha yordam? 550 dollar. Rashton. 550 dollar olsin yetadi. 450 dollar. 500 dollar. Ye. Lekin ko'ryapsizmi? Lekin zo'rni aytayapman. Qancha tushsa shuni tushadi. Ha, chin vatanparvarda. Vatanparvar oshmasin. Aka mayli shu bolam bir marta siz uchun nima qilyapti? Mana bu yerda akalarimiz ham mana Obunachilarimiz 500 dollar bo'lsa 500 dollar shu Rashton uchun bering aka shu mashinani. Ukamizni qo'lini bironta qaytarmaganmiz. 450 mi? Ya 500. 450 dedik-ku. Bo'ldi, Rashton 400. 500 mi? 500 butun olib kelsin, 500 butun olib kelsin. qilib beramiz. Kamchiligini biz qo'shamiz. qilib 22 beramiz. avtomat. 2 avtomat korobka propan gazlari bor. Metan qilib bera olasizmi metaningizni? Metamsa metani qilib beramiz. Qilib bera olmaysiz. Qilib beramiz. Qilib berasizmi? Siz jonimni so'rang, jonimni. Bo'ldi, 22 avtomat oylik to'lovi 4 million. Ha, bu 4 million 250 ming chiqadi oylik. 4 million 250 5 yil. 5 yillik. 22 avtomat. Nexus 3 nima qilsa ekan? Yana hozir bonus so'raydi. Qarasha. Hammasi bonus bo'ladi. 100 dollar bo'lyapti. Bering yana 200 dollar. 200 dollarlik bormi yana Nexus? Mana bor 200 dollar qilib beraman. 200 dollarmi? 200 dollar. Qaytish yo'q. Ko'ryapsiz gapirgan 200 dollar. Lekin bo'lib ketdi mashina mana. 200 dollar qilsin bo'ldi. Gaz, metan gazlari bor mashinada. Yo'q, 7 milliondan. Kalti yo'q ekanda. Yo'q, nechi puldan aka? Yili necha edi aka bu? 2016 avtomat korobka. 4 ta mana diska taqilgan. Orqasini ochib yuboring-da. Gaz bormi? Bombasi bor mana. Bombasi bormi? Mana bitta bomba qo'yib. O'zimiz slujibga mashinamiz, buni ham sotib yuboramiz. 200 dollar qilsin yetadi. Oylik to'lov. Lekin bu ham xuddi shunaqa sal qimmatroq chiqadi. qancha chiqadi? 5 million 8, 6 million oylik chiqadi. 35 oy to'laydi. Shunaqa. Yaxshi. Endi bu yoq kam bo'lgandan keyin ola ko'proq chiqadi-da. Bu keyin yili pastroq mashinalarga 16 unitlarni kapital banklar olmaydi buni. Xususiy banklardan qiladi, foiz balandroq bo'ladi. O'shaning uchun, o'shaning uchun oylik qimmatroq chiqadi. Oylik qimmat. Lekin puli yo'q odamga bir so'm puli yo'q, pravasi bor. Qilib beramiz. Bir so'm kelsa ham bo'ladi, bir so'm kelsa ham bo'ladi. Qilib beramiz, sal oylik balandroq chiqadi. To'la bilsa. Kimgadir variant. Bir so'm cho'ntagida puli yo'q, pravasi bor. Amillaydi. Yaxshi. Sal qiynaladi zato mashinalar. Yo'lni qilyapmiz mana. Olomanda yurganlar bo'lsa bemalol ketsa bo'ladi. Yana nima bor? Yo salon ketamizmi? Mashinalarimiz ko'p Rashton. endi Rashton salondan o'zim sizni obunachilaringizga, Anishirjonning obunachilariga bitta bonuslarimiz bor aka. Salonimizda. Salonda ham bonus bor. Bor, tugamaydi. olib beramiz, tugamaydi. Advaldan ham olamiz. Skalatda. Ha, skalatda ham bor. Azizlar bo'lmasa, avtosalonda videomizni ko'ramiz, davom etamiz. Salonga davom etamiz. Bo'ldik. Salonimiz, adresimiz o'sha Ujni vokzal tarafdan kelishda, o'ng qo'lda Qo'yliq mostidan o'tganda, o'ng qo'lda Goldlux avtokredit salonimiz. Bozor ko'chasi ketishda. Bozor yo'lida. Bozor 500 metrdan keyin bozor. Xullas, lokatsiyaga Sergeli 42 desak, Urib keladi. Chiqib keladi. Mana shu Amandar aka bilaman, bu yerda ham bonusdan tayyorlagansiz. Ha, bonuslari zo'ri bor, xudo O'tgan xolasa. safargi videomizda aynan shu yerda bitta bonus qilib berdingiz. Ha, sizga qilib berganman. Bu safar Rashtonga bittagina atagan bonusim bor-da. Sizga ham bor. Bor. Hamma uchun. Hamma uchun. Hamma uchun. Obunachilarimiz uchun bor. Qaysidan Xullas, boshlaymiz aka? Kim birinchi? Azizlar, mana shu o'sha jentralarimiz aytganimizdek 1300, 1,5 minggacha Gentral ha? jentramiz. Kelingizlar. Bu jentramiz mana 2021-yil. Bu mashinamizni ham yengilroq qilib bonusga qo'yib beramiz. Azizlar, kelingizlar. Bahodir aka buni ham bitta hisoblab ko'rib aytingchi, nech pulga bonusga qo'ysak bo'ladi? Qaralar bor, Metan gazlari bor. Aha. metani ham bor. Metani bor. 130 ming probekda, o'zini halol probek 130 ming yurgan. Buni ham ko'p qimmat qo'ymayman, shu 1000 dollarga kelaversa buni ham qilib beramiz. Rashton 1000 dollarga. 1000 dollar berishsin bo'ldi. Sen biz o'rabdan ko'rasan. 1000 dollar boshlang'ich to'lov. Xo'p, 4 million 800 ming oylik chiqadi. 4 million 5 800. yilga. 5 yilligi endi
5 yil so'rayapmiz. 4.8 million chiqadi. 2021 avtomat korobka, lyuklari bor, metan gazlari bor. Tayyor mashina. 21 avtomat, lyuklik, metan gazlik. Rashidjon, mana aytib o'tganimizdek avvalgidan o'zingiz ham bilyapsiz, oylik to'lovlari ancha kamaygan. Oylik to'lovlar ham tushgan. Ha, tushgan. Bilasizmi, bular 5 million 300 gacha chiqardi 5 million 2020. Avtomat korobkada Gentra'lar ancha oylik to'lovlar razницasi bor. Bizlar Mashina ancha ko'p, avtosalonga kelsangizda oldingidagi emas, hozir mashina juda ko'paygan. Kimgadir avtomat korobka qiziqar, kimdir mexanika bo'ladi. Agar kimga mexanik qiziq bo'lsa, mana 2019-yilda ishlab chiqarilgan. 19. Metan gazlari bor. Endi ko'proq hozir metan gaz ish beradi bar, benzin. To'g'ri. Xo'p, 1300 dollar berishsin. 19. 19 ga 4 million so'm 4 yilga chiqadi oylik. 1300 olib kelsa yetadi. 1300 olib kelsa yetadi. Hamma rasxodga. Hamma rasxod yetadi. Xo'p, 4 million so'm 4 yilga. Necha ming yurgan, kraskasi qanaqa? Bu 140 ming yurgan. Kraska bitta kirla, bitta eshik, beton sepilgan. Tani qancha? Xo'p, tani 8800. 8800. Gap yo'q, zo'r. Zo'rmi? Keyingisi-chi? 2021 avtomat korobka, metan gazlari bor. Mashinamiz tayyor. 120 ming probek. Xo'p, bunda arqa eshikda beton sepilgan joyi bor. Endi kraskalarni bari aytishimiz kerak. Kichkina mashina emas ular. Hop. Xo'p, buni ham shu 1000 dollar qo'yib beramiz. 1000 dollar. 1000 dollar bersin bo'ladi. Yanada 100 dollar, 200 dollar qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Yordam. Kamaytiraylik shunaqa. Bo'ldi, mana 100 so'm o'tib beraman, 900 dollar qilib beraman. 900 dollar. Bo'ladi. 900 dollar berishsa, hamma dokument ichda. Oyligi o'sha o'zgarmaydi. 2021lar 4.8 ming chiqadi o'sha. Oyligi 21 avtomat. Ko'paytira olmaymiz ham, kamaytira olmaymiz. Bank chiqarib beradi buni. O'ziga ta'sir qilmaydi hozir. Yo'q, oyligi ta'sir qilmaydi. Mashina ideal mashina. Rasxodi yo'q. Rasxodi yo'q, faqat haydaydi. Tayyor mashina. Ketdik, dalsh aka, yaxshi 900 dollar. ketyapsiz. Keyingisi. bunisi 800 dollar. 700 deb tashladik. bu ham 900 dollar. Bungadir mana Nexus'larni tuzilsa, mana tayyorlab, chiroyli yuvib, tozalab qo'yib. Such ko'p ekan salonda. Nexus'lar bor. 2020 ishlab chiqarilgan, 2020 18. Avtomat. 18 kimga qanaqa Rashidjon, boya aytib o'tganimda sizga bonusim bor dedim-ku. Xo'p, yaxshiroq Mana- bonus. Ha, 2018-yil Nexus 3imiz mexanik 18 Nexus 3. gazlari bilan. Kelinchi qancha? Qani Sherjon, sizga ham o'tgan safar bonus qilib berdim. Endi Rashidjonga sizga ham yana bonusim bor, ataganlarim. Alohida bonus. Qancha? Rashidjon, siz so'rang-da, bir savdolashing. Qancha? Bosh to'lovsizmi yo? So'rayapman-ku. Rashidjon, obunachilarni Qo'lingiz ham mendan qattiq. qattiqroq savdo qiling. Katta odam ekansiz dedik. Mendan bitta bonus, buni boshlang'ich to'lovsiz xarajatini ham qilishmaydi. 0 so'm bilan. Berishmaydi. 0 bilan kelib olib ketishingiz. 1 so'msiz. 1 so'msiz. Nexia 3. Bu oylik to'lovga urib yubormadingizmi? Yo'q, oylik to'lov o'sha. 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 Prosta bonus. Oylik to'lovi ko'p bunaqa 6 million boyda chiqmaydi. Qancha? Buniki 3 yilga 3 million 700 ming chiqadi. Mana buni bonusiz bo'ladi. 3 yilga 3 million 700 dan. 2018 endi 2016 yillarda bu bank olmasdi-da, shuning uchun oylik qimmat ulardi. Polni kraskami? Buni kraska bor, 20% kraskasi. 20%, ha? Bor, yo'q emas kraska. Suyaklari joyidami? Suyaklari butun, 20% kraskasi bor. Yurishi Chaqa yaxshimi? chiqa, yurishi yaxshi. Metan? Metani bor. Balon? Balon bor mana. Rasxod qilmaydi bo'lgandan keyin. Rasxodi yo'q, faqat kraska 18. ko'proq. 18. Ha bir 200 dollar qo'shib bering kelganga. Ha, bo'ldi. Choy payini ham qilib beramiz. Ana. Gap yo'q. 1 so'msiz kelaverasizlar. Obunachilar uchiga 18. Nomer nechi buni? Nomer qani? Orqada nomer bo'lishi kerak. Bu kelgan odam keyin qayerdan biladi bu 1 so'msiz qaysi birligini? Mana ko'rdingizlar, kelingizlar. 484. 484 avtomat diska bu, avtomatmi yo? Avtomat diska mexanikada mashina. Ha, mexanika. Nomerdan ko'rdinglar. Mana bu nechi nomeri? 484. 40Z 484 VA. Kelsangizlar 200 dollar qo'shib beradilar. Hazil, lekin 0 so'm, 1 so'm Xudo kelaverasiz. xolasa o'sha darajaga yetyapmiz, qilib beramiz. Mana bu mashinamiz ham Rashidjon o'sha hamshagida 2020-yilgi mashinamiz. Buni ham xudo xolasa boshlang'ich to'lovini 1000 dollar bilan qilib beramiz. 1000 dollar? Ha. 0 dan keyin 1000 yomon eshitilar ekan. Yomon Yomon eshitilar ekan. Yilini farqi bor-da. Ha, yili 20. 20. Yaxshi. Ha, endi bitta bonus qilib bering deyapti, qilib beraman. Bu bonusda endi. Obunachilar. Lekin Rashidjon buni oyligi bonusda O'yligi qancha? 2 million 950 ming. 5 yilmi? 3 yilgacha? 3 yilga xo'p 4 million chiqadi. 4 million 100 ming, 4 million chiqadi. Yaxshi, oldingidan ancha kamaygan, ha? Zo'rda bu.
Oldin Oyligi bo'lishi Aka, yengilroq deb o'ylayapman. 5 yilga 3,5 chiqardi-da shunisi. shunaqa mana 3 million ham chiqmayapti. 3 million ham chiqmayapti. Oyligi zo'r. Kelaverasizlar, oylik to'lovlar 400 ming, 500 ming tushgan. Oldingi videolar bilan bemalol solishtirib ko'rishlaringiz mumkin. Goldtixda mana buni yangilik desa bo'ladi. Buni ko'pchilik kutgan yangilik bu. Chunki faqat tanadan tushirasanmi, oylik to'lovni tushir qo'lingdan kelsa deb ko'pchilik yozardi-da. Mana oylik to'lov 2 To'g'rimi, million Botir 900 aka? ming. To'g'ri. Mana 3,5 million, 3,5 million, shuni 600 ming oylik chiqar edi. Endi tushunib yetyapman. Rashon Cobultimizni qarang-da, yonib turishini. Ha. 2020-yil mashinamiz. Xo'p. 1,5 ming dollar boshlang'ich to'lov, 3,5 million oylik. 1,5 ming dollar. Yili nechi uni? 20 mexanika. 20 mexanika. 3,5 million so'm oylik Cobultga zo'r oylik. 5 yilgami? 5 yilga 3,5 million. 5 yil sal ko'pda. Agar 3 yilga bo'lsa, aka deydim, mana shunday, men tamom. Tan berardim lekin. Endi 3 million chiqmaydi-da endi. Chiqmaydi. Rasjon mexanika bilan avtomat farqi bor. Juda arzon-da. Avvalgi masalan oylik to'lovlarni o'zingiz bilasiz. Oldingidan ancha yaxshi. Oldingidan ancha yaxshi. O'zgarish bu. 5,5 tagidan oshga tushmasin. Endi birdan Cobalt ketib ketamizmi? Bu yoq bo'ldimi aka? Endi mana shu hamma Nexio'shlarimiz o'sha aytganimizdek shu kelaversin, qancha puli bor? 1,5 mingmi, 1200 mi? 009 qancha? Buni boshlang'ich to'lovini sizlar Rasjon 1400 bilan qilib beramiz. Oshib ketyapti-ku aka. Avtomat. Nechi yil? 21. Ha, 21. Avtomatni sal kelishtiring bo'lmasa. Yani G'anishar uchun bir kelishtirib Avtomat ol. G'anishirjon obunachilariga 1300 azizlar. Kerak. 1300. 1200 ham bo'ladi. yana savdolashing. Qilib berdim. Kelishsin qilib beramiz. 1200. 1200. 1200 ga ham yo'li bor, kelaverasizlar. yo'li bor. Goldtixga 50 dollar, 100 dollar raziyasi bor. Bu ham 2021. Zavodimizni aytib ketsangizlar, yana ham tushib beradi. Bu ham 2021, kraskasi toza. 1000 dollarmi? Probegi ham juda kam buni. Xo'p. 36,600 kilometr yurgan. Nexia 3. Nexia 3. Gazi bormi, benzinmi? Benzinda. Benzin. Kraska toza. 36,600 yurgan. Qancha? Kam mashina. Kam yurgan ekan. Buni lekin sal narxi teparoq, bizga sal teparoq kelgan. Tani qimmatroq chiqadi. Tani qimmatroq, oylik to'lovi 5 yilligi, buni oylik to'lovi 3 million 800, 3 million 900 atrofida. Qancha chiqadi bosh to'lov? Boshlang'ich to'lovini 1600 bilan qilib beraman. Kelishtiring. Ikka safar 1,5 dan oshirmaysiz aka. 100 so'm. Oh, qo'llar bir ham qattiq. Mana yana Tushiring. 1400. 1400 mana kelasiz. Gap yo'q lekin 1400 ga. Sizda qo'lingiz qaytara olmaymiz, Rasjon. 21 avtomat 36 ming yurgan, kraska top toza, 1400 bosh to'lov, oylik to'lovchi aka. 3 million 900 lar atrofi chiqadi. 3 million 700 ming, 3 600 million 700 ming 5 yil. Uzog'i 3 million, 3 million 650 ming chiqadi. 4 million oshiq chiqqan, 3 million 700 ga oylik to'lov tushgan. Kelaverasizlar. Cobaltlarchi bular. Endi bitta yana bir bonusim dedim. Buni endi boshlang'ich to'lovi bor. G'anishirjon kanaliga. Boshlanib qiling bizga. Yo'q, endi bularni siz bilasizmi? Sizga 1,5 mingdan qo'ydim. Cobaltlarimni. O'sha Cobaltdan aka? Chetroq chiqib turibmiz. 2024-yil Cobaltim bor. Mana shu Cobaltim. 24. 10 ming probegda. Bahodir aka, 24 qo'yishni o'rganing sizdan. Siz ham o'rganing 24 qo'yishni. Shogirdlarim. 18, 19 qo'ydingiz bozorda. Benzinda 22. Ana 24 ming kilometr yurgan. Bo'ldi. Navbat. Ikkita joyda petnos Qarang, bor. qarang. Bonus sizga. Buni bilasiz, 1,5 mingdan qo'ydim, 1400 dan qo'ydim, Mingdan 1300 dan qo'ydim. G'anishirjon. Endi buni sizga uzil kesil bitta narxga ham bitta teksga 1000 dollarga. Bahodir aka o'rgansangiz bo'lar ekan savdolar. 24 jigarim. 8 qilib bering aka, men bor. Ming ham cho'pyapti. Yana chopmadi. O'rganib qoldim. Mana o'tkazib Rasjon qo'l ushlayga o'rgandi, ushlayapti. Bo'ladimi aka? Kelishmay qoldi. Davay G'anishir. Bo'ladimi aka? 900 mana. 8 qilavering. 850. Mayli 50 bo'ladimi aka? Mana 850. 4 kilomi Men yo'q. o'tolmaysiz Endi aka. ishdan qayda borasizmi degan. Ha, 900 bo'lsa 900 900 da endi. 50 so'm ham yetmagan. Aka o'yligidan kesib qolmasin lekin. Mayli pulim kam, yetmagan joyidagi mana odamlarda puli yo'qlari bo'lsa kelsin qilib beramiz mana. Yana kelsa yana 4 million 50 so'mlar uchun anaqa talashyapman. 24 ga 4 million 600 ming chiqadi. 4 million 600 mingdan 24 Mana yil Rasjon- Cobalt avtomat 5 yilga. Rasjon, mana shu yerda o'tgangi videomizda bilasizmi 24lar shaqa taqlagan Aha. sotilib ketdi mashinalarimiz. 1400 dan qo'yib Shunday, berdim. shunday. Oylik to'lovni 5 million 100 dedim. 5 million 100 dedi. Ana 4 million 600. 4 million 500 500 ming kamaygan.
Buni Aka. endi 5 yilga urib ko'rsangiz, 500 Aka. mingni ko'paytirsangiz qancha bo'lib ketadi? 2023-yil ham 5,5 million edi. 5,5 million, bilasizmi? Bosh to'lov 3000 edi. Ha, 2023-yil. 2023-yil. Hozir 25-yil bosh to'lov $1000, Shunday. oylik to'lov 4600. 22 mi? 24. Yo'q. Hozir Avvalgi 25-yilda narx vaqtlarni aytyapti-da. Raschon bilardi, narxni. O'sha vaqtlar kurs foizi 32% ga ham chiqib ketdi. Foiz ancha ko'tarilib ketdi. Mana ancha raqobatda bu raqobat. Mashina ko'paydi. Mashina ko'payyapti. Minsin xalqimiz. Mashinalarimiz ko'p, Rashka ko'ryapsiz-ku. Bir-biridan. Bonuslarga mana mashinalarimiz Imkoniyatlar yaratildi-da, xullas. 23-yil ishlab chiqarilgan. Mana 23. 2023 propan gazlari bor. Avtomat korobka. Xo'p. Qancha? Aka, bu sindi. Boshlang'ich to'lovsiz ham bo'lib ketdi boshi. Sindi bu aka. Bo'pti Rashon. Bahodir aka. 8 dollar qilib beraman shu mashinani. 800 Dollar dollar. bo'lsin, xalqqa bo'lsin. 800 dollar olib kelsa yetadi. 23 avtomat korobka. 24 da qo'ydim men, 24 da. Shuncha qan? Yeliga e'tibor beringlar. 250 dollar. Böyle 100 dollar foyda qiling shunga. 700. Boshlanish to'laysiz va pashti. Bu kelursin qilib 700 ga beramiz. 2023 Cobalt berasiz. 23. 4 4 million million qilib berasiz. 4 million 450 ming oylik chiqadi. 10 million so'm olib kelsa yetadi demak. Bemalol yetadi. Hamma dokumentiga. Hammadan 10 million so'm olib kelsa yetadi haqiqatan. 4 million 450 ming so'm Oyligi chiqadi 5 yillik. 5 yillik lekin. Propan gazda 2023 avtomat korobka. Bir 30 million so'm olib kelsa demak ancha kamaytirib berasiz. 30 ni olib kelsa oyligini solib beramiz. Pashti 1 million kam chiqadi. 3,5 million chiqadi oylik. 3,5 milliondan 5 yil ketadi. 23-yil Cobalt. O'zlariga yaxshi, oylik kamroq chiqadi. Yumshoq balonlar. O'zini mashinasi uchun ko'proq pul bergan bo'ladi. Azizlar, mana Ancha ko'p pul bersa Propan shuncha gazda kamroq Oylik puldan kamroq kamroq chiqadi, foiz yetishmaydi. chiqadi. 4 ta yumshoq balonlari bor, Raschon, propan gazlari bilan. Tonirovkasi ham bormi? Tonirovkasi ham bor. Ruxsati bormi yo? Yumshoq balon bor, gaz bor. Yodimdan chiqibdi mana G'ani Sherjon sizga qo'yib bergan bonusim sizning obunachilaringizga dedim. Buni ham tonirovka ruxsatnomasi bor, 6 oy ruxsatnomasi bor. 6 oy. Ha, 6 oy to'shdan panada soyada yuradilar. Soyada yuradi. Gap yo'q. Yana nima bor? Moshin ko'p Mana ekan-a bu yoqda. 2025-yilgi Cobalt'imiz bor. Style'mi? Bunisimi? Bu Midnight. Midnight. Ha. Ko'ringlar, azizlar 300 kilometrmi shunaqa yurgan. Qora diska. Ollar ham yo'q. И oddiy faraq-ku. Oddiy farq qo'ygan oldini. Mana buni bu yog'i Midnight. qaro Midnight qilingan. Orqasi o'zini shu Midnight. Ha, oldi farasi almashibdi. Almashgan. Qancha bu aka? Buni boshlang'ich to'lovini sizga nech pul desam ekan, Bahodir aka? Tan narxi qanchadan bo'lyapti o'zi aka bularni? 25 Midnight. Tushuntirib beradi. Buni sali kraskasi borligi uchun arzon kraskasi chiqib beramiz. 2025 avtomat korobka. Lekin kraskasi bor. Qayerda bu? Mana. Kameraga qarab, Kameraga mana. Eshigida bor, kirlosi bor. Eshik krilosi Eshik yo'qdan kirlosi. yeganmi? Shu tarafdan kraska bo'lgan. Kapotini mana. Masalan, hozir 12800, 13000 0 probeg bo'lyapti-ku. Bu bundan 1000 dollar arzon kraskani hisobiga. Nima bo'lgan? Stoykalarga o'tmaganmi aka? Yo'q, stokalar butun. Ichiga o'tmagan. Ichlari, Tashqi tarafida bor. mana buni ichlari almashmaganmi krilov? O'ziniki sepilgan. O'ziniki. O'ziniki sepilgan. Xo'p. Narx-navosi qanday qilib berasiz shunda? Endi hozir bez probeglarimiz 2600 dollar, 2,5 dollar chiqadi, boshlang'ich to'lovdan chiqyapti. Buni 1000 dollar arzon bo'lsa 1,5 dollar qilib beraman. Tan narxi qancha aka? 12100 dollar. 12100. Bozorda 12650 ku. 1000 dollar farq qiladi. 1000 dollar pashta 11500 qilib bersangiz rozi bo'ladi. 25. 25 1000 dollar kraskasi uchun o'tyapman deyapsiz. Qanaqa eniki ham Tanadan ham 1000 dollar yo'q. o'tasiz. 12,5 yo'q. Mana 2650. 13 12 ming beramiz. turibdi. Ko'tarildimi? 10 ovoz ko'tar 12800 900. 12800 900 bozor ko'ring. Biz ham savdolashaylik, Raschon. Mayli. Bo'pti, 1,5 1,5 ming. olsin. Necha pul foyda qilyapsiz shunda? Foydamni nima qilasan endi? Birovni pulni sanamadi edi-ku. O'sha 1,5 dollar bilan mana Oylik to'lovchi 4 million 850 ming. 4 million 850 ming so'm 5 yilga. Yaxshi, buni kelishtira olmasangiz kerak a? Ya bu zo'r narx aytyapman. Savdar aka, 2,5 3 Akam dollar. aytayotgan narxi ham 1,5 mingga shu 11800 larga to'g'ri kelib qoladi. Ha, shu 1000 dollar arzoni degani mana shuda. 300 kilometr nima bo'lgan bu? Qayerda avariya bo'lgan aka? Yo'q, Endi texnika. strashnoy udari yo'q. Texnika bo'ladi-yu. Masalan,
birov tirnab ketayib turtib olgandir keyin mashina Tekshirib olaveradimi ichlaridan keyin? Biz tekshirib bunaqa ichiga o'tib ketgan yasalgan mashina olib sotmaymiz. Yaxshi aka. Bu yoqlarni ham aytamizmi? Aybi bori joyida Mana aytadi. joyida aytilyapti. Mana shu 25 Ha, bular sotilimi? Style. 1600 Sotib bo'ldingiz. uchalasi ketdi. yana bittasi bor edi 2024-mizda. Kameraga qarab. Ha, u mashinamiz naryoq turuvdi. Sotilgani uchun olib qo'ydik. 1200 bilan chiqadi. 24. Trekkerchi aka, trekker. 13000 probeg yurgan. Yerda ham bir bonusga chiqarib yuboring. Primeri bu. Primer. Kraskalari toza 55 ming yurgan. Yo'q, benzinda. Benzin o'zi. Benzinda. Panorama hammasi. Toza mashinamiz. 2023 yil ishlab chiqarilgan. 23. 23. Probeg qancha? Probegi 55 ming. Kraska toza. Kraska toza. Benzin. Benzinda faqat. Qancha narxi? Xo'p, buni Kameraga. 2200 dollar qilib beramiz, rashon. 2200 dollarga. 2200 dollar boshlang'ich to'lov. 1200 emasmi? 200 demang. Yo'q, trekker, Cobalt emas. Rashchani o'tgan safargi qo'yganlarimiz eslab qoldi. Ha, endi sotilib shunaqa- ketdi u mashina. Adashtirmayapsizmi demoqchi? Yo'q, adashtirmayapman. Bu Premier Rashchon. Primeri bu. Ben ko'rib turibman. Mayli 2000 butun qilib beramiz, 2000 ga chiqarib beramiz. 1800. Qarshisiz. Faqat men gapiryapman, qani sizdan gapiring. 1800 qilib bering aka. 2000 ga bormaylik. Bo'ldi, qilib beramiz. 1800 dollar boshlang'ich to'lov. 6 million 150 ming oylik chiqadi. 6 million 150. Bularni tushmadimi? 7,5 million chiqardi oylik. Primeri 7,5 million chiqardi oyligi. O'g'ay. 6 million 150 ming. Baribir ko'p eshitilyapti-da. Endi katta mashina shunaqa chiqadi-da. Mashina. Shunaqa chiqadi. Mana 1800 dollar boshlang'ich to'lov. 1800. Kraskalarni bemalol tekshirib olishlaring mumkin. 6 million 150 ming oylik chiqadi 5 yilga. Agar bir 3000 4000 qilsangiz-da yaxshiroq, o'zlaringizga kamroq Agar chiqadi. 3 yilga olsa 8 million chiqar ekan oylik. 3 yillik 8 million 1800 dollar to'lov bilan. Shunaqa. Damaschi. Damazimiz shu, aytganimizda 2,5 million atrofi oylik chiqadi. 2,5 million Boshlang'ich to'lov 1200 dollar, 1300 dollar. Pultlari bor ekan. Pultlari bor, gazlari bor, tayyor mashina. Endi ichkari kiramizmi? Endi ichkariga Ichkariga ham motion ko'p lekin. o'rnachilarimiz. Midnight Best probeg bormi aka ichkarida? Bor, ha juda ko'p. Masla. O'tgan safargilarim sotildi. Hozir yana 2 Qani, 3 talar qani? bor. Tirinchi qancha? Mana Rashchon. Oho. Metallica Svetda, Best probeg Midnight Metallicaga Midnight fora yarashar ekan. yarashar ekan. Lekin o'zimni havasim juda Qo'shilib katta ketar bu ekanda mashinaga. fon rangiga. Mana azizlar, Qo'l- kamerani oq olib keling, qo'lchi ko'rsating. 165 kilometr. 165 kilometrgina yurgan. Ha, yurgani shu. Hozir yurmagan Salondan desangiz sherga kelgan. 175 kilometr yurgan-ku deb negativlar Salondan boshqa. sherga kelgan. Endi haydab ko'radi kim probegi olsa. hisoblanadi-da. Mingdan pasti probeg hisoblanmaydi. Bozorda. Bankda ham bozorda. Bank ham hisoblamaydi, bes probegda. Mingdan tepa bo'ldim, besfaraq hisoblanadi, boshqa pul beradi bank menga. Yaxshi. Bungacha bes probeg hisoblanadi. Minggacha besfaraq hisoblanadi. Mana 100 kilometr probeg emas endi bular. Necha puldan bular aka? Qanchalar? 2600 dollar, 2500 dollar chiqaveradi boshlanishda. Bosh to'lovni. Endi imkon qadar shu boshlarimiz bilan gaplashib kelishgan holda buni 2200 dollar chiqaramiz. 2200. 2200. 2200 dollar. Best probeg, toza mashina. Boshqa ranglar Bes probeg yurmagan Cobalt. oq ranglari 200 sal dollar qimmatroq. Qimmatroq. Rang oqlari. 2200. Masalan 2200 dollar boshlanish to'lovi bo'lsa, unisi 2,5 dollar boshlanish to'lovi. Oyliklari. qancha bo'lyapti aka unisida? Oqiniki qancha, buniki qancha? Xo'p, oqiniki 12800, naqdga ham, bankka ham. Ha bu 12500, 12600 tan narxi bo'lyapti. Stalnoy bo'lgani uchun arzonroq. Shunaqa 200 dollar arzonsa beradi. Oqichi Ha. Oqimiz mana shu. 12000 qancha bu? 800. 2500 dollar chiqarib beramiz. 12800 tan narxi. Narxi 12600 qilish iloji yo'q. Yo'q, yo'q, uni 700 chi. Ha, oladigan kelursin. Oladigan bo'lsa 700 ga berasizmi? Kelursin. Realni aytavering. Qilib beramiz. 800 desangiz qimmatroq ishlayapti. Bo'ldi. 100 dollar arzon bo'lsa, arzon ishladimi? Yo bozordan, bozor yuzasidan Bo'ldi, aytavering. kelursin. 2700, bozorda ham shunaqa. Endi bulardan bir 100 so'm, 150 so'm Foyda foydalanamiz. Mana rasxodimiz katta. To'g'ri. Ha, bo'pti, 12700 dan berasiz. Shunaqa qilib beramiz. Kelaversin. Xafa qilish yo'q. Xabar qilish yo'q, hech kimni norozi Pulga qilib olgan mashina chiqarmaymiz. qilib beramiz. Ko'rdingizki 100 dollarga ham mashina beryapmiz. Yangida aka. Endi masla mashina. Yangi pachka olaman yurgan. Ha, kuzovni ham ko'rsatasizmi? Kuz raqamlarini ko'rsat. 2025. Gacha ham ko'rsat. 2025 Midnight Best probeg. Style ham bormi aka, yo'qmi?
Mayli, kutib beramiz klientlarimizga. Hozir lekin hozir tanlamaydi. Xo'p, yana qaysisi aka? Kimgadir qanaqa mashina qiziq, Nexia 3. Bonuslaringiz bormi? 2022 mexanika Nexia 3'imiz. 12 2020 mexanika. Rasmlar juda kam bular. 1.3 bu. Ha, 1.3 bular. Qarang, bonuslariga gazlari ham bor. Mashhur. Gaz qo'yilgan. Ha, metan gazlari ham bor. Gazi ham bormi? 2023 kraskalari toza, metan gazi bor. Masala mashinamiz. Qanchaga chiqadi? Bularni $2000, $1800 chiqaryapmiz. 12. Endi bugun bonus qilamiz. O'tgan hafta ham chiqmadi deganlaringizni mana endi savdolashadigan joyi yo'q hisoblaymiz, Rashidjon. $1500 chiqarib beraman. Savdolashma demoqchisizda. 1,5 ming dollar. Ana Sherjon qo'lni men ushlayman. Savdolashsang befoyda. $1500 bo'ladi aka, chiqarib bo'ladi. Mana Bahodir akam aytyapmiz, jamoa bilan bitta kelishgan holda 1500 sizni obunachilaringizga ham, sizni obunachilaringizga ham 1500 dan qimmat emas. Sizlar kelinglar. $1500. Qancha edi aka bu o'zi? Qancha edi? Tan narxi narxini 10900, 11 ming shunaqa. 11 ming shunaqa alla. Tan. 11 minglar. Xohlasin naqdga, xohlasin bankka yuraveramiz. 11 mingga tushadi. 11 ming gruviya. Mana bular narxi ancha tushib ketdi bularni ham. 16 minggacha sotdi. Oilalar qarang, 5,5 million, 5,300 ming chiqar edi. Metan Rashidjon. qo'yilgan balolar. Ha, metan qo'yilgan. Mexanikasi. Keling. Metan qo'yilgan, sinovdan o'tgan desak ham Ha, bo'ladi. sinovdan o'tgan tayyor mashina. Kimgadir 12 Bemalol kraskalarini tekshirib olaverasizlar, proverkaga. Xohlagan joyga olib boramiz yoki ustalaringizni olib kelinglar. Tekshirib olishga haqlaring bor. Tomonlama hech qanaqa Ha, muammo unaqa muammo yo'q mana. yo'q. Joyga bor. Kalt qo'limizda bemalol chiqarib ustaxonaga borishadimi, ustani olib kelishadimi? Tekshirib olaverasiz. olaversin. Azizlar. Buni $1000 yaxshi narx lekin. buni oylik keladigan bo'lsa qarang, 5,300 ming chiqar edi. Yo'q-a? Hozir 4,400 ming olib chiqyapti. Cobalt narxi bilan pastda. 4,400 ming so'm olib chiqyapti hozir. Kimgadir qiziq bo'lsa, 2023 4 ta masla baloni bor, metan gazi bor, chexol, polik, pult, hamma narsasi bor. Tayyor. Tayyor mashina. Kimgadir qiziq Azizlar, bo'lsa, mana yana bizga yangi mashinalarimiz kelgan, Equinox mashinamiz. Equinox. Equinox 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari toza, 22 mi bu? 22. Yangi modelmi yo? Yangicha bu. Yangicha chiqqan. Qilinganmi demoqchi. Buni hozir probeglarini ko'rsatib o'tamiz azizlar, kelinglar. Balonlari yaxshi. Kraskasi qanday aka? Kraskalar toza mashina bu. Top-tozami? Ha, buni tekshirib olamiz bularni. 91 Qimmat mashinalar. 91500 yurgan kunlar. Mayli. Mana salonlarni ham ko'rsatib o'ting. Jo'ja salon. O'zlarsiz. Ha, buni Rasjon buni boshlang'ich to'lovi hali katta mashinalarga buni boshlang'ich to'lovini kelishtirib ham beramiz. Bular 3 ming, boshlang'ich 3,5 ming to'lovi. chiqyapti. Ha. Yo'q, ha, buni 5000 to'rayam chiqargan. 4,5 mingga chiqadi. Uzr, Bu adashdim. Equinox bu. Balandroq Rasjonga chiqadi. yarashibdi lekin orqada. Gap yo'q lekin. Gap yo'q. Motorovering, savdolashamiz. Qancha aka? Bo'ldi. 3,5 ming bilan kelishsin. 3,5 ming bilan Equinox. 3,5 ming kelishsin. Hop, iltimos borami buni? Ushlaydigan. Bakoma bor, tortib oladi. Kelishtirmaysizmi? O'zini qaytaman. 5 mingga chiqaradi bular. Qani narxi qancha o'zi aka buni? Xo'p. $22,500. 22,5 mi? 22,5. Trekker bilan bir xil ekan. Mayli. Samandar arzonroq aytadi. Lekin arzon-ku. Aka, mayli shu 20 ming 250. Rasjon obunachilariga, G'anisher obunachilariga azizlar kelishsin. 3,5 ming dedingizmi, Bahodir aka? Kelishsin. Beramiz. 3200 bilan chiqarib beraveramiz. 3200 bilan bosh to'lov. Bosh to'lov. Oylik to'lov bir necha bilan ketadi? Bu oylik to'lovi 8,600 ming chiqadi. Tushunarli. 8 million 600 dan Kraskasi. 5 yilga chiqadi. Kraska toza. Agar Agar kelsin 100 so'm, 200 so'm yetmay qolgan Yetmay joyga, qolgan 1200 yetmay joylariga. qolgan joyga qo'limizga kelgancha xarid qilib xo'jalar bilan kelishib bir yengilroq variant qilib beramiz. 100 dollar, 200 dollar yana Yana ham savdosi varianti bor. bor. Ha. Bunday olganda Bahodir akam aytmoqchilarki, 3000 dollar bir pulli bo'lsa kelaveringlar, chiqarib beramiz. Chiqimda niyat qaytarganimiz yo'q. 3000 ga ketadi. Kimgadir qiziq bo'lsa, Equinox. oyliklar lekin shunaqa chiqadi. 8,600 ming. Naqdga Mana olgan azizlar ma'qul. yana 2023-yil Gentramiz, yangi keldi bu Gentramiz. 23. 8000 yurgan. Toza.
Buni propan gazlari bor. Balonlar qo'yilgan. Mana kapotlarni ochib ko'rsatamiz. Paraban qo'yilgan. Kraskalar ham. Mana holat ya. Kraska toza. 6 million 400 ming chiqaradi oylik. Gentraniki, ha? 23 yil avtomat ko'rpalar 6 million 400 ming oylik chiqaradi. Hozir qancha chiqadi? Hozir 5 million 400 ming 450 ming oylik chiqyapti. 5,5 million grup hisoblang. 6 dan balandda. Ha, pashti 1 million razisi bor. 1 millionga yaqin. 2023 yil jentralarda rangiza juda katta bo'ldi. Hozir 1 million 900 ming 800 ming rangiza qildi. Oylik to'lov ancha tushdi azizlar. Bosh to'lovchi aka. Boshlanish to'lovi lekin sal ko'proq bo'lyapti. 2000 200 dollar, 2100 dollarga chiqyapti mashinalar. 2100 larga chiqadi. Lekin oylik kam chiqadi. Shuni mayli teksiga ham qilib beramiz Bahodir aka. Salonimizdan. 2000 dollar boshlanadi. 2000 dollar. 5 million 450 ming oylik. Oylik to'lov. 5 million 450. Kraskaga javob, probegga javob. Tekshirib olaveradi. Bu mexanika aka to'g'ri. Keyin mana Nexio'chimiz bor. Mexanika. Yon 2020-yil mokriy rangda. Gazlari bor. Buni probegi 125 ming yurgan. Avtomat korobka. Mokriy rangi mana. Buni kraskasi bor. Gazlari bor. Ko'rsatib o'tamiz bularni ham. Metanlari bor. 4 ta yumshoq baloni bor. Avtomat korobka. Full pozitsiya, konditsioner. Nimalari bor. Metan gazlari bor mana 4-pakalda. 90 talik balon qo'yilgan. 90 talik balon qo'yilgan. Holati yaxshi mashinamiz. Buni qancha puli? Xo'p, puli 8800 dollar. O'zi narxi. Bitta kirlosi bor, mana shu kirlos. Ichiga o'tmagan. Qarang, buni boshlanish to'lovi 1300 dollarga chiqarsa bo'ladi. 1300 dollar boshlanish to'lovi bo'ladi. Oyligi 3 million 650 ming. 3 million 450 ming. 3 million 450. Oyligi o'zi. Necha yilga? 5 yilligada. Oldin 7 yilligi bor, hozir faqat 5 yil uzoq. Faqat 5 yil bo'ldi. Bular 3 million 450 ming, 3 million 500 ming oylik hisoblanadi. 1300 dollar boshlanish to'lovi. 4 million 100 minggacha chiqardi oldinlar. Oylik To'lov to'lov. necha pul bo'lishidan? 1,5 ming chiqar, shu 1300 ga qilib beramiz. 300 dan berasiz. 20 2020 avtomat korobka. Metan gazlari bor. Tayyor. Kimlargadir mana mexanika, jentra qiziq bo'lsa, qarang, uncha navorotlari bor, Deflektorlar navorotlari bor, metan gazlari bor, 4 ta yumshoq baloni bor. Kimgadir qiziq bo'lsa. Bu ham ko'p qimmat emas, Rashidjon. Rashidjon o'zizga qilib beraymi shuni? Ha? Shikolat mashina. Ketasizmi? Navoiyga. Yo'q, Alisherjon siz bilib ketasizmi? Qashqadaryo. Ha. Mashina tayyor, gazlari bor. Mashina navorotlari bor. Probeglari 144. Probegi 140 ming yurganmi? Shunaqa yurgan. Probeglar o'zining havo probegi, monitorlari bor ekan. Barlar qilingan. 144 ming 600 mingga. Probegi o'zining havo probegi o'sha. Gazlari bor azizlar. Xo'p, kraskasi. Buni gazi bor, zapas bilan qilib beramiz. Bitta mana kirlosi bor ekan. Bakda oldida mana shu kirlosi bor. Mana shu joyda bor kirlosi bor. Bitta kirloda bor. 2019 mexanik korobka. Qancha bilan chiqadi aka bu? Buni ham shu boshlanish to'lovini Rashidjon 1300 dollar qo'yamiz. 1300. Ha, endi o'zi bularga kam pul beraman, 1,5 1600 bo'lish kerak. 1300 dollar olib chiqsin yetadi. Oyligi o'sha, xo'p, 4 yilga 4 million so'm oylik chiqadi. Tekis qilish 4 million 4 yil. Oyliklari yaxshi chiqadi-da. tekis qilish lozimmi? Yo'q, tekisga iloji yo'q lekin. Gapirib qo'ygandan keyin unga javob berish kerak bo'ladi. 1300 dollar bilan chiqarib beraman. 4 million so'm oylik chiqadi. Videoga gapirish oson. Shunaqa, gapirib qo'ygandan keyin o'sha hozir bo'ldi 8, bo'ldi 1000 dollar desam bo'ladi, ertaga keyin ответ qilish kerak. Chaqirib olish oson. Ha. Lekin kelgandan keyin qilib berish. Kelgandan keyin qilib berish Kelgandan kerak. keyin mana shuni qilib beringlar deydi. So'raydi aziz obunachilarimizdan. Usti bo'tasizmi? Qarang, shumkalari bor, shumkalari. Bo'tasizmi siz? Ha, endi O'tamiz, yetmagan kelaversin. joyiga kezib Bizda hech kim quruq aytmagan, qilib beramiz, kelaversin. Oyligi o'zgarmaydi, o'sha 4 million oylik, 4 million oylik, tamom. Oyliga ta'sir qilmaydi. Yo'q, ta'sir qilmaydi. Mana yana mokriy kobotlarimiz bor. 2019 mexanika korobka benzinda saka diskalari bilan.
Azizlar, 129 ming probek bo'lgan ekan. 129 ming probek. Bu benzinda Benzinda turgan mashinamiz. Ha. 2019 yil ishlab chiqarilgan. 19 mexanika. Benzinda abes mazasi bor, mashina toza, chista, chiroyli mashina degan. Mashinaning holati yaxshi. Qancha yurgan Bahodir aka bu? 129. Kraska bormi aka? Kraskasi Bor ekan. eshigida bor edi. Bunaqa bir udari yo'q, oldi orqa butun, eshigida kraska bor. Yaxshi yumshoq balonlar. Balonlari bor, disklari bor. Buni 2019'larda o'zi bir qilib qo'ydik. 1,5 ming dollar boshlang'ich to'lov. 1,5 ming. Xo'p. 3,700 ming 4 yilga. 4 yilga. 3,700 ming. Oyliklari yaxshi to'lasa bo'ladi. 3,700 Kuniga 120 ming tushyapti. Harakat qilgan odam to'laydi. Ha, mashina holati zo'r. Rasxod yo'qmi? Rasxod yo'q mashina. Agar gaz kerak bo'lsa, uni gazini ham bir arzonroq qo'yib gaplashib, Arzonroq joydan gaplashib shartnomamiz bor. Bir 200 dollar bilan harna bir yordam qilib qo'yib beramiz. Ha, yordam Kimgadir benzinda yurish keladi. Mashina ko'rasiz, holati zo'r. viloyatga qatnaydiganlar. Viloyatga qatnaydigan bo'lsa, gazlarni ham arzon, masalan 400 dollar, 500 dollar ketgan, har bir 200 dollar olib kelsin, qolganini o'zimizdan qo'shib qilib beramiz. Qo'shib qilib berasiz, yordam qilib. Qilamiz. Yigirma 3 Darkman Blue mi Samandar aka? Avtomat Darkman Blue 2023. Qanaqa bu aka? Ma'lumotni bilasiz? 2023-yil avtomat korobka, gazlari bor. Darkman Blue 42 ming probeg ekan. kam yurgan ekan. 23 lar shunaqa. 42 ming probeg. Samandardan kraskasini Samandarni tekshirib olgan. Oldi Krilodan. Bir qarish petno kapotning uchida sizga tirnalgan joyi bor. Metan gazi bu. Metan gazlari bor. Mashinamiz holati juda ideal. Zapaskalar. Tushunmagan hali mana o'zini shunday chang holatda turibdi. Mashinamiz orqa taraflari butun oldi ham yo'qlar toza mashina. Petnoz ikkita joyi. Chaytgan joyi kapot kruzasida kichkina kraskasi bor. Qancha qilib berasiz Samandar aka buni? Buni boshlang'ich to'lovni Rashidjon sizga 1,5 desam bo'ladimi? 1,5? Bo'lmaydi aka. Nega? Bo'ldiring. Bo'ladim deyapsiz-ku, bo'lmaydi. Men 1400 ga chiqarib beramiz. 1200. 1400. 200. 1300. 200. Qo'limda o'zim olib bordim birinchi. 200. 1300. 200. Yaxshi narx bo'lyapti. 23 avtomat Cobalt'ga gazlari bilan yomon narx emas. Bugungi bonusimiz avvalgidan juda ham arzon bo'lib ketdi, azizlar, ko'rib turibsizlar. Rashidjon, sizni obunachilaringizga deb qilib berdik, buni qilib berdik. 1300 mana. Bo'ladi. Qiynamaylik ekan kechga. Qiynadingizlar. Bu haftamiz Charchab keldik. oyliklarni o'zi bonus bo'ldi, oilalarni o'zi bonus bo'ldi. 23 avtomat korobka 4 million 200 ming oylik. 4200. 4 million 200 ming oylik. 5 yillikda. Bular 5 milliondan kam chiqmasdi oyligi. 23 23 avtomatlar. 4 million 220 ming so'm oylik chiqadi. Juda kamaygan oylik to'lov. Kimdir masalan pul yetadi 4 million, 4 million 200 ming. Xalqimiz shundan xohlaganda oylik kam bo'lsin. 4 million 200 ming atrofida juda arzon oyliklar. Yana bonuslarimiz bor. Azizlar yana bitta mana bu birimiz mexanika. Oho. Tarafga. Buni ham juda amallar yo'q. Qulaylik juda kam. Trekker 1 mexanika. Nechinchi? 20 mi? 62 ming yurgan. Uy, Gazlari ham. Polik gaz. ovozdan zo'r. Gazi metan ekan-a? Metan gazlari bor. Ishtali bu. 90 talik balon qo'yilgan. Tali balon qo'yilgan. Holati yaxshi mashinamizning. Holati zo'r mashina. Bir ikkita joyda petnolari bor lekin. Bir ikkita joyda petnosi bor. Hop. 2020 mexanik korobka. Buni ham bor. Bahodir aka bonus qilib beramiz. Qanaqa qilib berasiz? Trekkerlarimiz qalaymi azizlar? 1,5 ming, 1800 qo'yib keldik trekker ikkilarimizni. Bularni masalan 1,5 mingdan kelishtirib 1300, 1200 kelaversin qilib beramiz. Nech pul oxiri? Oxiri sizga aytaymi, Rashidjon bari savdolashasiz, bilaman. Qisqa qilib qo'yaman. Teksiga.
$1000. $1000. Bo'ladi. Mana tekis. $1000 hamma hujjati Rozma ichida. hujjati bilan ketadi. Hamma hujjat ichida. Tanarxi qancha aka tanar? Tani $11100. $11100 ga to'g'ri keladi. 11000 atrofida. 11000 qilib berasiz-da. Shunaqa. Mana rascho Yozi bor. 2020 mexanika. mexanika tayyor. Kamchiligi yo'qmi? Yo'q, kamchiligi yo'q. Yurishlari hamma yog'i cho'tka mashina. Kelaveringlar. Bitta ikkita joyda unaqa staraf. 4,700,000 oylik chiqyapti. 4,705 Cobalt oyligi. Ko'ryapsizmi? 4,700,000 oylik chiqyapti. 5 yil. Crossover yaxshigina mashina. Breker. Kamchiligi yo'q a? Kamchiligi yo'q. Keladi, nomiga oformini qilib beramiz. Chexol, polik, pult hamma narsasi bor. Minib ko'rasizlar, yo'q solib ketasizlar. Shu, Bo'lmasa ko'rib. bexijolat. Ko'raveringlar, любой joy. Yog' soladi. Yo'qsa olasizlar haqiqatan ham. Yo'qmasa Qaysi bilasiz? majburlash yo'q. Bunimizni hozir keldi, hozir oldik. Kimgadir qiziq, kimgadir qidirib yuribdi shu Bu ham mashinani. ko'p qimmatcha o'sha Mexanikasi. $2,500 boshlanishlar chiqadi. Gazlari. Metan gazligini tayyor. Baloni bor. Trekker 2 premyeri bu. Kam. Yuklari Mexanika bor. bozorda kam. 2000 atrofiga chiqadi. Xo'p, trekker 2chi bu. Buni hozir oldik buni. Oldingizlarmi? Hozir oldik. Endi hozir hisoblaganimizda ham shu Olamiz, sotamiz. $2000 atrofiga chiqadi-da. Ko'p bizda qimmat bo'lsa 4,500 emas-ku. $2000 atrofiga qilib beramiz. Gazlari ham bor. Gazi ham bormi? Gaz bor. Trekker 2. Bitta yuvib tarab chiroyli qilib Premier beramiz. ekan-a? Cheskalarni qilib beramiz. 23 premyeri bu, lyuklari bor. Buni ham Metanmi, $2000 propanmi? atrofiga qilib beramiz. Propan gazi. 4 ta masla baloni bor. Balonlar yangi masofa. Bitta cheska qilib yuvib chiroyli. Propan gaz 4-pakalining. Oyligi o'sha oyligi Trekker 23 premyerlarimiz oyligi 6,150,000, 6,200,000 oylik chiqadi. 6,200,000 atrofida oylik. Bir oy oldin yo bir 20 kun oldin bular 7,5 million, 7,400,000 oylik chiqar edi. 7 milliondan ham oshib ketadi. Shunaqa. Balonlar masla ekan. Shunaqa chiqardi. Hozir zo'r. Bir oylar oldinmi? Bir oy 20 kun oldin oldin. shunaqa edi. Yaqinda o'zgarish bo'ldi banklarda, oyliklari kamaydi. Oyliklar kam. Gold X demak, oylik to'lovlar tushdi. Mashinalarimiz ko'p, mana bu yerda moyka qilinyapti, Tayyorlanyapti. tayyorlanyapti, Bor, ko'p bor. keladi. Tugamaydi mashinalarimiz. Ko'chalarda moykalar turibdi, so'nlar turibdi, olib kelyapti. Xullas, variantlarimiz ko'p, tugamaydi. Qo'ldan kelgancha harakatlarimiz qilib beramiz. Bu aytganimizda har qanday pul bilan kelaversin. Ish vaqti Mashinasiga qarab, endi puliga oladi-da, Shu puliga. vaqti joyi kelsa 24 Men hozir ham ishdamiz, qarang, soat mana 8:30 bo'ldi, ishdamiz hozir. Bizda выходной kuni yo'q. Har kuni bozor, har kuni savdo. Har kun ish. Har kuni ish. Bankda notarius dokument ishlarimiz dushanba kundan juma kungacha bo'ladi. Shanba, odoq kunlari. Shanba kunlari ham qilyapmiz. Notariuslarimiz bo'lsa bozor kuni ham qilyapmiz. Notariusimiz kelib beradi. Bankimiz faqat bozor kuni ishlamaydi. Shanba kunlari zapret yozib, zapretga qo'yib, bankda оформление qilib qilsak qilib qolyapmiz. Endi ishlagan vaqtimiz korotkada ishlayapti. Ish kuni bizga har kuni bor. Har kun ish kuni. Har kun. Notarius hammasi shu Yerda salon. Salonda bitadi hamma ish. Shu o'tgan safar aytib o'tganimizdek mana notarius xonamiz. Bankdan o'tadigan joyi bizda mana bu yerda. Hamma narsasi. Keladi, kelishsin azizlar, mana o'tiradi, ko'radi. Savdolashasiz mashinani oldi. Birinchi bankini o'tkazamiz, keyin notariusini o'tkazamiz, keyin gaidan nomer olib kelamiz. Bankdan zapretga yozdiramiz, notarius zapretga qo'yib yo'lga chiqib ketaverishadi. Kelaveramiz. Gastinisalar-chi aka? Gastinisalarimiz ham bor. Gastinitsa emas, endi joyi qilib berasiz. Joy qilib beramiz. Agar bir kun, ikki kun masalan cho'zilib qoladigan joyi bo'lsa, gastinisa pullarini o'zimiz to'lab beramiz. Joy bilan choy Choylarni ham qilib beramiz. berasiz. Hatto kofe ichib o'tiradi, ana televizor tomosha qilib, biz bu yog'ini akimnikini o'zimiz qilib beramiz. Faqat qo'l qo'yib Shu Rashchonni kanaldan, ukamizni kanalidan Ramishevizdan, Rashchon Harumovdan kelganlarga bonuslarimiz bor. Qo'ldan kelgancha sizlar hurmatlarni yana qilib berib, hech kimni xafa qilmasdan jo'natamiz. Anchagina yengillik bo'ladi hamma. Ha, albatta. Yaxshi. Bo'lmasa, sizlarga rahmat. Menimcha tugadi mashina bu yerda. Endi bor vaqtimiz ham Keyingi videogacha yana yangiliklar kutamiz. Bahodir aka, katta rahmat sizlarga, Samandar aka. Oylik to'lovlar tushibdi, ko'rdingizlar. Yana solishtirib ko'ringlar qolgan joylar bilan. Ana qani she'r siz ham shunaqa fikrlaringiz Shunaqa anchagina o'zgarish bor aka. O'zgarishlar bor-a? Bemalol solishtirib ko'rsanglar bo'ladi. O'tgan safargi videolar bilan hozirgisini o'zlaridan farqini sezasizlar. Akalar aytdilar 24:07 salkam bemalol kelaverasizlar. 2 soatda cheklanmagan kelaveringlar. Samandar aka, katta rahmat. Maylarasicha. Bahodir aka, o'zingizlar asrang. o'zingiz asrang siz ham. Xo'p. Aka sizga ham rahmat. Mana shu Aka, sizga ham rahmat.
Nima deymiz? Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, Like bosib, Xizmatdamiz. Albatta like bosinglar, ko'ringlar aziz obunachilar. Ana salonimizda obzorini berdik, lokatsiyalarini aytib o'tdik hammasini. Pastda telefonlarimiz ishlab turibdi. pastdan nomerda ishlaydi. Nomerlarimiz hamma 5 ta nomerlarimiz ishlayapti. Bemalol aloqada bo'lib telefonlashib kelaversinlar. Katta rahmat aka. Hamma nomerlar. Sog' bo'linglar.